Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Qo'l ko'tarayotganlarga zvukni ochamiz. Jahongir aka, assalomu alaykum. Ovozim yaxshimi? Ekran sifati yaxshimi? Tekshirib olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Ustoz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Ovoz yaxshi kelyapti, ekran ham yaxshi ustoz. Xo'p, unaqa bo'lsa, sekin bir boshdan boshlab olaveramiz. Biroz kutib turamiz, yana bir 3-4 minut. Qo'shiladiganlar qo'shilib olsin. Ungacha kanalda ham. Xo'p, savollar bo'lgan bitta. Bu yerda ko'pchilik menimcha menga o'xshab talaba yoki biror joyda ishlaydigan insonlar, shularga qancha vaqt o'ziga norma qilib olishni maslahat berasiz? Trading bilan shug'ullanishni, ya'ni bir kunda minimum necha soat yoki minut shunaqa narsa so'ralgan. Real savdo qilish uchun qancha depozit bilan boshlash kerak? Minimum aksiya bozorida deyilibdi. Xo'p, umumiy holatda shu savolga birinchi javob berib olaman, undan keyin sekin-sekin nimalarga o'tamiz. Umumiy holatda trading bilan shug'ullanish uchun vaqtni o'zingiz belgilashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni qanday? Siz agar depozitingiz biroz ozroq va bu bozorda siz o'zingiz uchun stabil daromad emas, shunchaki passiv daromad qilmoqchi bo'lsangiz, investitsiya bilan shug'ullanmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, bir oyda 2-3 martalab kuniga, masalan, bir oyda 3 kunda ajratib olasiz, har 10 kunda masalan. 1 soatdan analizlarga vaqt ajratishingiz mumkin. O'sha qilgan analizlaringizga qisman o'zingizdan orttirgan mablag'laringizni depozit qilib borishingiz mumkin bo'ladi. Bu ham qisman shu investitsiya va trading deb ataladi. Yana bir jihati bor, siz ishingiz bilan birga savmestniy qilib bu ishni ham olib ketaman, ishxonadan qanchadir daromad, bu sohadan ham undan kam bo'lmagan holatda daromad qilmoqchiman deydigan bo'lsangiz, sizda minimum $5000 boshlashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni swing, o'rta muddatli savdolar uchun. Shunda 1% risk bilan savdo qilgan taqdiringizda ham aytaylik $500 oyligingiz bor va bu bozordan ham bir $500 daromad olib borishingiz mumkin bo'ladi, stabil. Ya'ni bozordagi shu texnik fundamental bilimlarni to'liq o'rganib, aytaylik biror yilcha bir bozordan tajriba olganingizdan keyin. Endi siz hamma ishimni yig'ishtirib qo'yib shu sohaga kirib ishlamoqchiman, bunga nima tavsiya berasiz? Qancha depozit deydigan bo'lsangiz, hozirdan bu faqatgina bu bozorda o'ziga qarab qolishlikda maslahat bermayman. Yangi boshlaganlar uchun, hali tajriba to'plamasdan turib bozorga kiradigan bo'lsangiz, aytaylik sizda 10 ming, 20 ming, 30 ming pul bo'lishi mumkin. To'liq texnik analizlarda, fundamental analizlarda to'liq tushunmasdan, indekslar harakati, ularni bilmasdan turib, siz farqi yo'q, 50 ming pulingiz bo'ladimi, 100 ming pulingiz bo'ladimi, siz shunchaki bozordan yil oxiriga qadar 50-60%, hattoki 80% minuslarda ham bu yilda yopishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun tavsiya, birinchi navbatda yaxshi bilim, ko'nikma, tajriba orttirib olib, ana undan keyin ishlash kerak. Depoziti kichkinalarga bu sohada investitsiyadan boshqa hech qanaqa yo'nalish yo'qmi deydigan savol bo'ladigan bo'lsa, yo'q, yo'nalishlar bor. Ya'ni prop shotlar bor va investitsion shotlar bor. Prop shot olish uchun sizdan hech qanaqa tajriba talab qilinmaydi. Masalan, aytaylik texnik analizlarni chuqur o'rgangan bo'lishingiz kerak. Aytaylik $100 yoki $130 turadi bir oylik challenge imtihoni. Aksiyalarda savdo qilish uchun $30,000 prop shotga shularga imtihon topshirib, aytaylik masalan 3 marta yiqildingiz va 4-da o'tib ketdingiz. 3 martasida aytaylik $450 minus qilgan bo'lsangiz, pul sarfladingiz, 4-da o'tib ketdingiz. Bir $600 atrofida siz уже $30,000 pulga ega bo'lib, undan 80 ga 20 holatida, ba'zi prop firmalarda 60 ga 40 bo'ladi. U ham qanday? Agar 2 haftada pul yechadigan bo'lsangiz, 60% foyda sizniki. Agar 3 haftadan keyin yechaman desangiz, unda
80% foyda sizniki. Bir oyda bir marta ichaman deydigan bo'lsangiz 90% hattoki sizniki bo'lib 10% PropShot firmasida qoladi qilingan foydani. Uni ham o'ziga yarasha nimalari bor, talablari, takliflari bor. Balkim birorta jonli efirda birorta prop firmani keyinroq ko'rib, to'liq analiz qilib, ich-ichlariga kirib, nima talab, nima takliflari bor, ularni ham ko'rib chiqishimiz mumkin. Bugun emas, boshqa keyingi nimalarimizda bir qator tayyorlanib, bir ikkita prop firmani ko'rib chiqamiz. Menimcha bu berilgan savolga bo'ldi. Ikkinchi savol, PropShotda eng ozi qancha depozit beradi? PropShotda men bilganlarim eng ozi aksiya bozorida 10 mingdan boshlanadi. Kripto va forex bozorlarida 5 mingdan boshlanadi. U forex bozorlarida savdo qilish nojoiz. Kriptonikini bir ko'rib chiqish kerak. Agar spot savdolarida savdo qilishga ruxsat beradigan bo'lsa, hali hech kim spotoviy kripto bozorda nojoiz yoki harom degan fatvo bermagan. Uni ham bir ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Yana biroz tushirib ko'raman. Undan keyingi savollar o'sha savol bo'lmagan, imkoni boricha real savdo qilaylik degan nimalar bo'lgan, ya'ni $1000 depozit bilan misolda qilib savdo qilaylik deyilgan. Bir narsani yana eslatib o'taman, bu kanalda bilasizlar hech qanaqa signal yoki bo'lmasam moliyaviy maslahat shu paytgacha berilmagan. Bundan keyin ham bermayman. Ya'ni ochiqdan ochiq savdolarimni, kirayotgan joylarimni ko'rsatishim mumkin, lekin qayerdan kiramiz, qaysi holatda kiramiz, ya'ni o'zim bilan ergashtirib kimgadir moliyaviy maslahat bermayman. Chunki bilmayman qarshimda turgan odam men aytgan 1% riskni qilyaptimi yoki bo'lmasam butun depozitini xavf ostiga qo'yyaptimi. U insonda qancha pul bilan kiryapti. Mana shularni bilmaganligim uchun men bunaqa narsa qilishlikdan biroz yiroq turaman. O'shaning uchun to'g'ri tushunasizlar. Undan keyingisi oxirgi savol, undan keyin primoy gaplashishga o'tamiz. Biroz cho'zilib ketgan bo'lsa uzr. Assalomu alaykum ustoz, biz o'rgangan klassik strategiya swing trade'da yaxshi ishlaydimi? Win rate necha foiz? Agar faqatgina klassik strategiyani o'zini ishlataman desangiz, win rate adashmasam 35-30% atrofida, 40 dan o'tmasligi kerak. Chunki agar siz faqat klassikani o'zini ishlatsangiz, boshqa narsalarni ishlatmasdan struktura tam price actiondan qo'shmasangiz yoki bo'lmasam likvidlarni tushunmaydigan bo'lsangiz, tim bo'li juda ko'pchiligimizda tasdiq olishda muammolar ko'p. Ularni bilmaydigan bo'lsangiz, unda win rate juda ham past bo'lib ketadi. Shuni ham inobatga olib qo'yish kerak. Xo'p, kanalda berilgan savollarga men javob berib bo'ldim. Endi guruhga o'tamiz, xudo xohlasa. Jahongir aka, sizda mikrofon ochiq, sizdan boshlaymiz. Undan keyin Abdulloh akaga ochib qo'yyapman, qo'llari ko'tarilib turibdi ekan. Ketma-ket, xudo xohlasa 10largacha 2 soatlik bemalol vaqtimiz bor. Bemalol gaplashib olamiz. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Rahmat. Ustoz, mana bu savolni men bergan edim, bu klassik strategiyani win rate nechi dedi. O'shani agar masalan o'sha win rate oshirmoqchi bo'lsa, kelajakda qaysi strategiyalarni o'rganishni tavsiya qilasiz bizga? To'liq price action'ni o'rganishni tavsiya qilaman, hammasini. Mana hozir metda kichkina qilib tushuntiraman. Mana bu umumiy price action bo'ladigan bo'lsa, siz mana bu haqida gapiryapsiz hozir. Bo'ldi. Bundan tashqari bunaqa narsalar juda ko'p bozorda. Bunaqa strategiyalar juda ko'p va hammasi ishlab beradi, bir-birini to'ldirgan holatda. Ya'ni umumiy barmoqlar yig'ilib kaft hosil qiladi. Kaftlar ikkitasi, uchtasi bitta bo'lib, masalan, ikkita kaftingiz chig'anoq, yelka hosil bo'ladi, yuqori tana, bosh, undan keyin pastki oyoq qismlar umumiy holatda bitta odam bo'ladi, to'g'rimi? Yoki mashinani ham ko'radigan bo'lsak, har xil zapchast detallar. Motorni o'zi bilan siz bozorga borib kela olmaysiz. Siz uchun 4 ta g'ildirak va kuzov kerak bo'ladi. Hammasini umumiy qilib yiqqaningizda bir joyga, shunda sizda
boshqa yillarida ayta olmayman, lekin mendagi o'zimni hozir nimamda natijadan kelib chiqadigan bo'lsak, kanalda berilgan g'oyalar endi juda haligi saralanganlari berilyapti, чтобы olayotgan odam xato qilib qo'ymasin deb. Hatto 97% win rate turibdi hozir kanalda berilgan g'oyalar. Lekin shaxsan o'zimnikini oladigan bo'lsak, mana shu oxirgi 4 oylik win rateim meniki adashmasam 73% bo'ldi. Chunki bozorda men ko'proq individual o'quvchilar bilan ishlab, men 3 ta time framedan tasdiq olib ishlayman. 3-chi eng oxirgi time framega tasdiqsiz kiraverganligim uchun 73% gacha tushdi. Lekin odatda 85-87% win rate bilan ishlayman. Bu o'sha vaqt o'tganligi uchun tajriba bo'lishi kerak baribir. Ha, tushunarli. Demak, bu SMCI ular price actiondan boshqa narsa? Strategiyalar. Yo'q, SMCI, ICT, SNR, SND, klassika, yana nima bor? Почти hammasini sanab qo'ydim shekilli. Hammasi price action, hammasi narx harakati, hammasi ob'yomlarga bog'liq. Hammasi likvidlarga bog'liq. Hammasi bir-birini qo'shib yig'ib tashkil qilinadi. U sizga maytdan bittani olyapti-da, masalan, klassika deyapti. Bo'ldi, mashina o'rgatyapti. Yana bitta boshqa o'quv kursi sizga metda olyapti-da, SMCI deyapti. Smart Money Concepts deyapti. Yana bittasi metdan olyapti, ICT deyapti. Bular hammasi manetdan olib chiqilinyapti. Ya'ni kitobni varoqlarini o'rgatyapti sizlarga. Bu joyda kitob bo'lishi kerak baribir. Qisman kitobni tushunishingiz kerak. Mana shunda sizga hattoki fundamental ham kerak bo'lmay qoladi. Agar price action'ni to'liq tushunsangiz, fundamentalda qizig'i qolmaydi pashti. Agar siz bitta aktivga 10 yillab, 20 yillab agar investitsiya qilmoqchi bo'lmasangiz, sizga fundamentalda umuman kerak qolmaydi. Sizga shu Zoya, Islamikli yoki Musaffa bitta o'shandan bittasi kerak, Finviz kerak, manba texnika kerak. Ha, tushunarli. Ya'ni bitta narsani ham bilib olinglar, bozorda pul birinchi o'rinda emas. Ya'ni men ham boshida kirib kelganimda bu sohada aytaylik $100 sinab ko'rish uchun tashlagan bo'lsam, savdo qilish uchun $1,500 bilan boshlaganman. Men o'ylaganman, o'shanda katta pul bo'lsa bunaqa qilib yuboraman. Yo'q, yaxshi bo'lgan ekan, kichkina pul bilan boshlaganman. Chunki menga boshida men O'zbekistonda texnika bo'yicha, fundamental bo'yicha investorlar juda ko'p. Isroil Samatov ustoz o'zlari ham juda zo'r, lekin texnika bo'yicha faqat texnik ishlaydigan, qisqa muddatli ishlaydigan treyderlarni men ayni aksiya bozorlarida topolmaganman. Shuni hisobiga menda vaqt juda cho'zilib ketib, oxiri tashqarilardan video kurslar, individual kurslar olishga majbur bo'lib qolganman. Yaxshi bo'lgan ekan o'sha vaqtlarda pul o'z-o'zidan topib kelaveradi. Yaxshi bilimli investor nima bo'lsa, trader bo'lsa, risklari joyida, bilimi bor traderda pul o'zi qidirib topib keladi. Ha, tushunarli so'z. Xo'p, sog' bo'ling. Keyingilarga o'tamiz. Abdulloh aka, assalomu alaykum. Bekzod Fayzullayevga ham do'stlik ochib qo'ydim. Farg'oga assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Rahmat, Xudoga shukr. So'ramoqchi bo'lganim 3 ta tayinmas oldingiz-ku. O'shani bir namuna misolda ko'rsatib bera olasizmi demoqchi edim. Yo'q, unda cho'zilib ketib qolamiz. Chunki 3 ta time frame'da o'ziga individualda o'zi 2 hafta ishlaymiz bolalar bilan. Hali detalli juda ko'p nimasi bor-da, har bitta time frame'da o'zida 3 kundan dars bor. 3 ta time frame'dagi 9 kun dars bo'ladi. 9 kun bo'ladi. Ha, shu tomonlari bor-da. Bo'ldi aka. Xo'p, sog' bo'ling. Akmaljon, keling, do'stlik ochib qo'ydim sizga.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tuzukmisiz? Yaxshimisizlar? Charchamayapsizmi? Shogirdlardan biri. Xo'p, savoli borlar, qo'l ko'taraverasizlar. Akmaljon akalarimiz birga javob beraveramiz. Kimda nima savol bor? Guruhga ham bitta savol kelgan. Interactive Brokersga pul o'tkazilgan juma kuni, lekin hali beri xabar kelmadi deyilyapti. Biroz kutasiz, kelib qolishi kerak. Bankdan xabar kelmaydi. Interactive Brokersda o'ziga kirganingizda shu yeringizda pul ko'rinadi. Bankdan hech qanaqa xabar kelmaydi. Nodirbek aka qo'l ko'taryaptilar. Xo'p, ochib yuboravering, men ko'rmay qolyapman. Nodirbek aka ochildi. Mikrofoningizni o'ching. Nodirbek aka, mikrofoningiz o'chiq shekilli. Nimani yoqib olib gapiraverasiz? Bungacha o'zimiz gaplashib turaveramiz shekilli. Qolganlar uyatib o'tirishibdi hali. Nima gap Akmaljon? Savdoga kirdilarmi bugun? Nimada ishladilaring? IMSIKda. AMSIK? Ali, AMSK. AMSK. Mana bu kecha ko'rganimizdami? AMSIKda. Bo'ldimi, ishlab bo'ldimi? Necha minutlikda? 5 minutlik. 5 likda kirdilaringmi? Yaxshi. Profitga bordimi yo borgan yo'qmi hali? 5 minutlik, 15 minutlik bir xil bo'ldi-yu bunda. Order flow'dami? 0.25. Noliga o ideal kirishibdi. Yaxshi. Yopilibdi ham shekilli, o'sha 1ga 3 ishlabdimi? Yo'q, 1ga 2.76. Yo likvidladami? 32 minut o'sha 1ga 2 yuradi. Yopib yubordilaringmi 1ga 2da? Qolganlar bilmadim, men bugun jonli efir ochmadim. Ha. Bo'ldimi, o'zi chiqib ketaverdingizmi? Yaxshi qilibsiz. 25 dan order urishni oldim men. Order flotim qachsa endi olaman deb urishni oldim. O'sha 1ga 2 yurdim endi. Zo'r bo'ladi, yaxshi. Bu yaxshi bo'lmasam. Xo'p, Baxtiyor aka, assalomu alaykum. Mikrofonni yoqib qo'ydim. Ovozingiz kelmayapti Baxtiyor aka, mikrofoningiz ochilgan nimagadir. Bugun nima gap hammada yo ovoz yoki bo'lmasam qo'l ko'tarish nima bo'lyapti ozgina? Assalomu alaykum. Xo'p, guruhda menimcha bitta ko'pchilikda nima yaxshi bo'lmayapti shekilli. Akmaljon pastlarda ham qarab turaverasiz, kimdir qo'l ko'tarsa nima qilmay qolmaylik. Xo'p, gruppani o'zida savol kelyapti. Assalomu alaykum. Texnik tahlil o'rgatuvchi kurslaringiz bormi, onlayn yoki offlayn? Xo'p, menda hozir faqat offlayn bor, offlayn ham individuallisi bor. U biroz shart. Ovoz uzilib qolyaptimi? Uzr sizniki pastroq kelyapti lekin. Ovoz holati yaxshi emas, uzilib qolyapti. Bo'lmasam bir qator mitsga o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Internet, Telegram biroz nima qilyapti. Agar yana bir marta yozib yuboringlar, ovoz holati qanaqaligini, qolganlar ham. Agar bunda nima bo'lmasa, Google Meets'da nima qilib yuboramiz. Akobir ham shatda ekan. Akobir yordam berib yuborasiz.
ovoz qalay? Xo'p, kanalga bo'lmasam hozir silka tashlayman. O'sha silka bo'yicha kiramiz, xudo xolasa. Google Meets'ga kirib hozir bir daqiqa. Xo'p, chat bo'limiga silka tashlab qo'ydim. O'shanga kirib olsalaringiz, shu bilan yaxshiroq bo'ladi. Dostуп beraman. Mana shu joyda davom ettiraverar edik. Xo'p, bu joyda hammada mikrofon yoniq bo'ladi. Mikrofonda savol yo'qlar o'chirib qo'yib, keyin savol borlar savol berib nima qilaveramiz. Husan aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tuzimisiz aka, tanajonlaringiz sog'mi? Rahmat. Charchamayapsizmi? Rahmat. Bir chehrangizni ko'rsatavering aka, bir Amerikani ko'rsating bizga ham. Ko'rinadimi? Ko'rinmasmi? Mashinani ichi ko'rinyapti lekin. Xo'p, qo'shilayotganlarni qo'shib olyapmiz bir qator. Menimcha bitta ekranlarim chiqib turibdi. Husan aka, yaxshi hammasi. Ha, ko'rinyapti. Men ham savdodan chiqdim, kirib, profitni olib, Siz nimada ishlab oldingiz? kecha tashagandingiz-ku, BNRK, Aha. BNRMda o'shandan ishladim, birga ikki. Keyin yana qaysidan ishladim, hozir aytaman sizga. Şu BMN'leri taşlatmak için CLBT taşlatmak, KLBT taşladınız-ku. Mana unda ishlayapsiz-da, BNRKda. O, yaxshi, chotki. Bundan ishladim, bundan ishladim, lekin Hillsda nima oldim? Stop loss oldim, ko'p emas, yengil. Ikkita profit, bitta stop loss bo'ldimi bugungi? Ko'paytirib yuboribsiz-da. Endi boya tashaldi, TTT tashaldi, unda ham hozir profitga turibman hozir. Ha, men uni uzoqroq muddatga kirdim unga. Hani ko'ramiz. Ha, men swing trade'ga o'tib oldim unda. Uzoqroq ushlamoqchiman uni. Xo'p, Xolasa yaxshi. yana qo'shiladiganlar bo'lsa, qo'shilib olsa yaxshi bo'lardi. Bir yo'li nimaga o'tib ketar edik. Ekranim ko'rinyapti, Husanbek aka, yaxshimi? Ko'rinyapti, chaqiraman. Ha, endi zato qatimayapti-yu Telegramga o'xshab. Telegramda odam ko'payib ketsa, shunaqa biroz qatish holatlari bo'lib qolyapti. Bugun metro ekan, soatlik ancha ko'p ekan. Ha. Shuni zapisi topamadingiz-a? Bunda ekran zapis qilinyapti xolos. Qani ko'ramiz. Discordga o'tib ketishimiz mumkin, xudo xolasa. Xo'p, nima o'zimiznikilarga savdo qilayotganlarga ertaga ham xudo xohlasa bozorda mana bu narsa bo'lib qolishi mumkin. Ertaga ham bozordan nimadir olsak bo'ladi, xudo xolasa. Faqat tasdiq bilan.
Xo'p, men maytda batib hech kimga admin bera olmas ekanman-da. Qo'shib o'tirish kerak bo'lar ekan bir qator. Hozir noqulayliklar uchun hammadan uzr so'rab qolamiz, iloji yo'q. Xo'p, endi savollarga qaytaveramiz. Men bir qator savollarga javob berib beraman. Bu tomonda kimi savoli bo'lsa, bemalol mikrofonini yoqib gaplashsak bo'laveradi. O'sha batda do'st so'rash shart emas. Savoli bor, savol beraveradi. Xo'p, kurs haqida so'rashibdi. Menda faqatgina nima bor xolos, individual bor. Mana shu yerda gaplashayotgan bolalarimizni hammasi individualda o'qigan bolalar, savdo qilib kelishyapti. Bugun o'zim kirganim yo'q edi savdoda, mana o'zlari ham savdo qilib kelishyapti. Bular individual. Individualda shartlari bor. Individualda o'qimoqchi bo'lgan odamlarni shotida hech bo'lmaganda $10,000 puli bo'lsin, shu bilan savdoni boshlab o'qish tugatgandan keyin qisman foydalarini olib ketsin degan maqsadda qilingan, 1% riskni buzib qo'yishmasin degan maqsadda shunaqa deyilgan. Endi xudo xolasa yaqinda bir o'ylab turgan ishlarim bor. Mana shu kunlarda hal bo'lib qolishligi kerak. Agar shu yaqin kunlarda o'sha ishlarim hal bo'lib qoladigan bo'lsa, kursda o'sha va'da qilganimdek bir mini общийroq kurs qilib, chunki individualda narxi 2000, hozirda yana oshadigan bo'lib turibdi, odamni ozaytirib. Bitta umumiy kanalga bitta kurs qilib bermoqchiman, chunki bir oylardan keyin, 1 oy, 1,5 oylardan keyin bozor to'liq uptrendga o'tamiz, maza qilib ishlaydigan vaqti bo'ladi. U vaqtda men o'sha umuman kurslarga e'tibor qaratmayman. Shuning uchun imkoni boricha keyingi yillarga yo 5-6 oydan keyinga qolib ketmasligi uchun yaqinda bir mini kurs qilib, balki 2 ta tarifli yoki bo'lmasam bitta tarifli qilib buni bir qator ko'rib chiqaman. Ya'ni nimaga 2 ta tarif? Ikkinchi tarifda o'qiganlar mana bu hozirgi individualni bitirib chiqqan o'quvchilar bilan birgalikda qo'shilib o'sha kanalda individuallar uchun endi doimiy, ular uchun VIP. Men bu aytilayotgan ikkinchi tarifdagilar uchun masalan 2 oy yoki 3 oylik muddatga VIP bo'lishi mumkin, to hatto o'quvchi praktika qilib o'zini o'zi eplab olishligi uchun. Chunki keyinchalikka u klubimiz yaxshi shakllanib olgandan keyin oylik to'lov bilan qo'shilib hatto birga savdo qilsa bo'ladigan communityga aylantiriladi keyinchalikka, nasib qilsa Xudo xolasa. Ularda shartlarini ko'rib chiqqandan keyin bitta e'lon beraman. Farqi yo'q. Unga bir alohida to'xtalish qilib, bitta video qilib to'liq tushuntirib e'lon beraman. 5 kishi bo'ladimi, 3 kishi bo'ladimi, 30 kishi bo'ladimi, 50 kishi bo'ladimi, farqi yo'q. Bitta o'tib beraman. Olib ketgisi kelgan, sohani to'liq tushungisi kelgan, men hatto bolalar ham biladi, batda o'qiganlar, hech kimga daromad va'da qilmayman, lekin bozorda aniq ishlab beradigan, bozor qayerga ketayotgani, nima qilyapti, o'shani o'zi o'quvchini o'zi o'tirib bemalol analiz qilib oladigan darajada 200-300 ta darsliklari bilan bas 20 ta 30 ta darsni o'zini soddagina qilib, chuqur tushuntirib, jonli efirlar ham ko'proq bo'ladi. Imkoni boricha o'zim bo'laman. Hech qanaqa kuratorlar ham, yordamchilar ham bo'ladi. Savollarga javob berish, menga yordam berishadi, lekin asosan hatto doimo har kuni o'zimning nazoratimda bo'ladigan qilib bitta mini kurs qilib beriladi. To'lovlari, boshqalari keyinroq o'sha e'lon qilinadi. Xo'p, Muhammad YouTube'ga o'taylik debdilar. YouTube'da menda hali jicha nimadir bor ekan. YouTube'da jonli efir qilishim uchun laykmikin bir narsa so'rayapti. O'shani o'tib bir narsa qilib olsalaring, keyinchalik YouTube'da qilaverardik bemalol. Keyin yana savol bo'pti. Assalomu alaykum. Siyosiy sabablar sabab dollar qadrsizlansa yoki sinsa aksiyalarga va investorlarga qanday ta'siri bor? Dollar sinishini men umuman sinmasa kerak, mana bu 20-30 yillik ichida deb o'ylayman, chunki dollar faqat Amerikani puli emasda hozir. Dollar dunyoni puli. Amerika maniki degani bilan, lekin bu dunyo valyutasiga aylanib bo'lgan. Savdo qilishlik uchun aniq bitta
muxolif bir boshqa valyutani oldin o'rtaga olib chiqishlari kerak. Ularga kelishish kerak. Shu kamida 360 ta davlat bir kunda bir vaqtni o'zida qo'l qo'yishi kerak. Uncha pul bosib chiqarilishi kerak. Bu juda katta narsa. Siyosiy sabablar shunchaki bozorlarda biroz korreksiya berdirish uchun qilinadi. Bularni ham keyinchalik tushunib qolasizlar, xudo xolasa. Yana nima? Telegramdagi kanalga savollarni yozaverasizlar agar men yerda gapirishga kimdir xijolat bo'layotgan bo'lsa, bemalol nima qilaverasizlar. Asosiysi men Telegram gruppani ham ochib olganman bitta monitorda. Nimadir savol bo'lib qolsa, o'sha chat gruppamizni men o'qib tura olaman bemalol. Xo'sh, batda nima gap? 18 ta odam bor ekanmiz. Nima savol, nima bor? Baxtiyor aka, siz bilan ham gaplasha olmadik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Farruxjon? Sog'liklar yaxshimi? Rahmat, yaxshi yetib oldingiz Baxtiyor aka. Alhamdulillah, alhamdulillah. Shu qaydasan Buxoro deb shu bir kun qariyb bir kun haydamizda mashinani. Ha endi shunaqada. Kim aytdi sizga Buxoroda yashasin deb aka? Farg'onaga Aqrojoda yashamaysizmi aka? Inshaalloh, inshaalloh. Yaxshi yetib sog' salomat yetib keldik. Soat 11larga qarab kechroq. Aziz. Bomdoddan keyin chiqdik sekin-sekin. Yerlarda to'xtab dam olib endi sherik bo'lsa yaxshi. Hammasi yaxshi. Ana bergan darslaringizni boshlash kerak, ustoz. Boshlash kerak. Ertaga adashmasam siz bilan efirimiz bor yoki indingami endi? 3da. Ertaga 3ga degan, xudo xolasa 1-aprelga. Erta ertaga 3da, xudo xolasa. O'shangacha bir darslarni tayyorlash kerak, ustoz. Shunaqa, ertaga soat 3da bir ko'rishib gaplashib olamiz. Inshaalloh. Keyin nima qilaveramiz? Xo'p. Mayli, katta rahmat. Bo'ldi, Baxtiyor aka, sog' bo'ling. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. aka. Rahmat. Xo'p, guruhda savollar bor, video zapis bo'lyaptimi? Zapisga qo'yib qo'yganman, faqat Trading View'imiz zapisda, menimcha nimalarimiz ham chiqib ketyapti. Ovozimiz ham yozilayotgan bo'lsa, agar adashmasam, guruhga tashlayman, xudo xolasa. Nima savollar bor? Nima qilaylik? Savol ham qanday? Men bu texnik bo'yicha bir haligi globalniy narsani emas, bir haligi nimadir qiyinchilik bo'layotgan. Mana bu efirda 5 minut ichida javob berib ketsa bo'ladiganroq savollar bersalaring, shularni nima qilib ketaveramiz. Xo'p, savol berishga uyalyapmiz. Ustoz, biz stop loss va take profit uzunligi bilan eniga kengaygan joyining nima farqi bor? Hech qanaqa farqi yo'q. Agar siz mana bu narsani so'rayotgan bo'lsangiz, Nozima opa, men buni aytaylik, stop loss, take profit deydigan bo'lsak, mana bu bilan mana buni hech qanaqa farqi yo'q. Muhimi mana bular. Mana bular. Eng muhimi. Mana bular xolos. Bu shunchaki birorta savdoga kirgan bo'lsak, o'sha savdo g'oyamiz darrovda ishlamasdan cho'zilib yursa, tashqariga chiqib ketib qolsa, shunchaki kim odamlarga ko'rsatishlik uchun kengroq qilib ochib qo'yamizki, narx o'sha borib oxiri take profitlarni ursa yoki bo'lmasam yurib kelib stop losslarni olsa, mana shu yerlarda oldi degan narsani tushuntirish uchun shunaqa qilib qo'yganmiz. Agar shuni so'ragan bo'lsangiz, lekin efirda uyalmasdan bemalol savol beraveringlar, opa singillar. Chunki nima deydi? Uyalgan o'ziga zolim deydimi? Shunaqa bir maqolimiz bordi, hozir esimda yo'q. So'ragan olim, so'ramagan o'ziga zolimdirmidi? So'raverish kerak. Asosiy odam Telegramda qolib ketishi kerak aka, silkani nimaga chiqarib qo'ying, bo'lmasam chatdan olib kanalda o'ziga ham tashab qo'ying. Men chatga tashlagan ekanman. Akmaljon, sizda do'st bormi? Xo'p, Bekpo'lat aka, assalomu alaykum. Siz gapiryaptidingiz, adashmasam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Yaxshimisiz, Farruh aka? Rahmat, Zumus aka. Rahmat. Farruh aka, men hozir 5 minutlikda kirib chiqyapti-yu, shogirdlaringiz o'zingiz ham ko'pincha 5 minutlikda.
o'sha kichkinadan masalan $100, $200 bilan biz ham mashq qilib shunaqa qilib ko'rmoqchi bo'lsak, $1 olishda komissiya, $1 sotishda komissiya qilar ekanda. Shunaqa u kichkina pul uchun tavsiya qilinmaydi aka, kichkina time frame'da ishlash. Undan ko'ra $100 pulingizga $30 qo'shadigan bo'lsangiz, sizga 1 oylik PropShot imtihoni to'langan challenge sotib olasiz. 2-3 marta shunaqa qilib turib, agar PropShot imtihondan o'tib ketsangiz, sizni qo'lingizda $30,000 pul bo'ladi aka. Ana $30,000 bilan keyin kirib bemalol 5 minutlikda, 15 minutliklarda savdo qila olasiz. Ya'ni $100, $200 bilan bozorda hech narsa qilib bo'lmaydi-da baribir. Qilsa bo'ladi, faqat investitsiya qilsa bo'ladi. Masalan, aytaylik, mana MU kompaniyamiz bor. Juda fundamental, baquvvat bo'lgan kompaniya, juda ham kuchli. Shunchaki korreksiyalari boshlandi. Qisman qandaydir bir range zonalariga kirib kelganimizdan keyin mashitlardan qisman o'sha $100 dan narxlari tushganida tasdiqlarsiz, boshqalarsiz olib borsak bo'ladi. Chunki hali bu MU'da o'sish potensiali hali kuchli. Ya'ni bu Tayvanda joylashgan eng katta mikrochip ishlab chiqaradigan kompaniya. Kichkina pul bilan shunaqa qilinadi. Lekin men baribir texnik mana bunaqangi qisqa muddatlarda savdo qilganligim uchun baribir PropShotni sinab ko'rishlikni maslahat beraman. Chunki nima deydi? Masalan, aytaylik, xo'p, PropShot sizga keyinchalik qilgan foydangizni bermadi degan bir yomon narsani ham olaylik. Siz 1 yil ishladingiz, zo'r, hamma yo'q rezultatlaringiz zo'r, o'tgansiz, ishlagansiz, qanchadir sizda shakllanib qolgan narsa bor-ku, sizga prosta PropShot pulingizni bermadi. Sizda lekin qo'lingizda aniq statistika bo'ladi-da. Любой birorta joyga puli bordi oldiga borib yoki bir tanishingiz bo'ladi yoki boshqa bo'ladi. Mana u PropShotdan men shunchalik foyda qildim. Stabil 2-3 oy yoki 4 oy foyda qilib keldim, prosta pulimni bermadi desiz, aka shunchaki sizga 50 ming, 30 ming, 100 ming atrofida pul berib, keling shuni 50 ga 50 ishlaylik deydigan odamlar juda ko'p chiqadi. Chunki mana o'zimga juda ko'pchilik chiqadi shunaqa taklif bilan. Tushunarli. Shu tomonlari bor aka. Bo'ldi. Rahmat Farruh aka. Xo'p, sog' bo'ling aka. Qo'shilib olishdi. Tashlab qo'yardingizmi? Ha, bo'ldi, zo'r. Chap bizdan bilishmayotgan ekan. Xo'p, kimda yana nima savollar, nima bor? Nurdin aka, menimcha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz yaxshimisiz, suyimsiz? Rahmat, Allohga shukr. Jamayapsizmi? Ustoz, mana umumiy kurs haqida rejalarim bor degandingiz. Ha, uni haliginda aytib o'tdim. Xudo xolasa bitta bitmay qolgan ishim bor. Mana shu narsa shu hafta ichi bitib qoladigan bo'lsa, u kurs bo'lib ketadi. Chunki meni o'zimda ham ozroq vaqt qolyapti. Chunki bozorlar uptrendga o'tib boshqa bo'lgan vaqtda to'g'risi kursga, individualga ham hattoki vaqt ajrata olmay qolaman. Yoki individualda narxini 5 ming yoki 10 ming dollar qilib, bir 200 ming puli bor odamni o'zi bilan birga bozorda savdo qilib, birga ham o'rgatib, shunaqa narsa qilishim mumkin. Men bilan savdo qiladi, o'rganadi, o'sha to'lagan pulini ham chiqarib oladi, taxminan bir 70-80% holatda. Unaqaga o'tishimiz mumkin. Lekin umumiy kursni xudo xolasa 2 ga bo'lib, ya'ni to'g'ri bitta tarif, faqat bilim beriladigan, uni summasi ozroq, bitta summasi sal qimmatroq bo'ladi, lekin undan chiqqandan keyin unda ham jonli efirlar ko'proq bo'ladi, plus men bu individualni bitirib chiqqan o'quvchilarimiz bilan o'zimizning communitymiz bor, har kuni yoki kunora o'sha yerda savdolar qilinadi, boshqa qilinadi. O'sha yerga aytaylik bir 3 oy yoki 4 oyga hech qanaqa nimalarsiz to olgan bilimlarini to'liq egallab olish uchun praktika bonus qilib berilishi ham mumkin. U sal qimmatroq tarifida shunaqa narsalar bo'lib qolishi mumkin. Uni bir ko'rib chiqib beriladi. Ko'ramiz endi uni.
uni yaqin kunlarda xudo xohlasa kanalda e'lon qilib yuboraman tushunarliroq qilib. Individual bilan bu umumiy kursda o'rtasida farqi bo'ladimi? Narxlaridami yoki o'qishdami? Yo'q, narxida o'qishda. O'qishda bilim o'sha beriladi, lekin bitta farqi bo'ladiki, общийda aytaylik, bitta guruhda masalan 10 ta odam bo'lsa, bitta jonli efir, masalan, har kuni bo'lmaydi jonli efir. Aytaylik, haftada 2 marta yoki 3 marta bo'lar. Ana shu bitta ajratilingan 2 soat vaqt 15 kishi uchun bo'ladi. Individualda bo'ladigan bo'lsa, haftada 5 kun o'sha bitta odamni o'ziga 1,5 soat vaqt ajratilgan bo'ladi. Undan keyin vazifalari tekshirib turiladi. Chunki shu narsaga vaqt bo'ladi, shu narsaga to'liq o'qigan bo'ladi. Keyinchalikka men bu o'sha communityga bezlimitni doimiy a'zosi bo'lib qoladi. Chunki o'sha individualda bitirgan o'quvchilar bilan tashkillashtiriladi u community. 1 yil bo'lamizmi bu sohada, 10 yil bo'lamizmi, ana o'sha communityni rivojlantirib keyinchalikka masalan oylik to'lovli qilib qo'yishimiz mumkin u joyda. Masalan, yaxshi bo'ladida, hamma bolalar yaxshi shakllanib olgandan keyin shogirdlar xudo xolasa kimdir masalan keladi, bitta prop shotni oladida, communityda oylik to'lovini to'lab yurib, communityda hatto signal berilmaydi baribir. Lekin to'liq savdo g'oyalari, boshqa entry tasdiqlar o'quvchilarga o'rgatilgan bo'ladi baribir. O'sha yerda kirib bemalol prop shotlarida savdo qilib yursa ham bo'ladi. Yoki o'zini puli bo'lsa, o'zini pulida ham savdo qilsa bo'ladi. Faqat bilimlarni olib bo'lgandan keyin. Shunaqa narsalar bo'ladi, xudo xolasa. Shularni ham o'ylaganmiz. Demak, bilim o'sha nimadagi bilim beriladi. O'sha bilim beriladi. O'sha bilim beriladi. Ya'ni menda bunaqa narsa yo'q. Masalan, ikkita tarif qilib, aytaylik bittasi mincha summa, ikkinchisicha qimmatroq summa bo'lib, bittasida aytaylik 70% darslik, keyingisida 100% darslik. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Ikkalasida ham bir xil narsa beriladi. Bir xil narsa. Faqat qimmatroq tarifida bir ikkita sal haligi jonli efiri ko'proq, communityga kirib ishlashligi, shunaqa narsalari bo'ladi. Qo'shimcha narsalari bo'ladi. Ozgina qo'shimcha. Ya'ni ovqatdan keyin beriladigan shirinliklari bo'ladi. Desertlari. Desertlari bo'ladi, shunaqa narsalar. Bo'ldi, tushunarli ustoz. Uni bitta e'lon qilib, taxminan bir 2 hafta yoki 3 hafta oldinroq e'lon qilinadi-da, shu bilan kim qo'shilsa qo'shildi, bitta boshlanadi, bitta tugatamiz. Undan keyingi men o'sha aytganimdek savdolarga o'tib ketib qolishimiz mumkin. Undan keyin bir narsa deya olmayman. 2-3 hafta menimcha hammaga bemalol yetib boradi. Bu narsa tashqarida umuman e'lon qilinmaydi. Mana shu o'zimizning kanalimizda shu paytgacha kim shaxsiga yozib so'rayotganlar bo'lsa, mana o'shalarga imkoniyat sifatida beriladi. Bemalol o'sha bilimlar, o'sha narsalar beriladi. Bo'ldi, tushunarli ustoz. O'zi bozor korreksiyasi ham kelib qolyapti shekilli o'z manzilga. Xudo xolasa. Ko'ramizda. Xo'p, ustoz, rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Yana savol bo'pti Saidxonov akamizdan. Kurslarda ko'proq qisqa muddatda savdo qilish hammasida o'rgatiladi. Ya'ni savol qaysi muddatlarga savdo qilishlik o'rgatiladi, ko'proq qaysinisiga urg'u beriladi debdi. O'sha kichkina time frame'da savdo qiladigan odam uzoq muddatlikda ko'zini yumib savdo qilinadi, bemalol savdo qilaveradi. Chunki eng qiyini qisqa muddatda savdo qilish. Uzoq muddatli juda ham oson narsa bo'lib qoladi. Eng qiyini o'rgatilinadi, oson qilib o'rgatilinadi. Risolat opa, nima debsiz? Siz batda oldinroq bolalar bilan 1-2-5 minutlik deb shu harakatlarda tushuntirib bering. Yo'q, batdagi harakatlar bir 3-4 kun oldindan analiz qilib kelinadi. Risolat opa, hatto biz shunaqa nimamiz bor. Mana bitta olib qo'yilgan mana papkalarni ko'ryapsiz-da. Birinchi mana bu joydan analizga tushadi. Bizni e'tiborimizga tushadi kompaniyalar.
Bundan keyin manaqangi mana ko'kka ajratilinadi, yashilga ajratilinadi, qizilga ajratib qo'yilganlari bo'ladi. Shunaqa qilib setkalarga olinib, oxiri mana bu ko'k joyga tushib, oxiri mana medlarda ham qanaqa bo'ladi. Shulardan chiqib kelib oxiri mana bu idishimizga kelib tushadi. Shularni ichida umumiy to'liq o'sha to'liq analizlari bo'ladi albatta. Bu joyda уже Xudoga shukr, shogirdlarni o'zini analizlari pashti 90%lik. 10%ga men o'zim ham chekkada qolmay deb qo'shilib turaman, lekin asosan shogirdlar topyapti bu kompaniyalarda. Qolgan oxirgi analizlarni birga qilishib, biroz ko'rib, xatolari bo'lsa tushuntirib, xatolari bo'lmasa zo'r deb birga savdo qilib turibmiz. O'shaning uchun ham 5 minutlik time frame'da bir narsa tushuntirishim uchun kattalarga o'tib ketish kerak, baribir jicha nima bo'lib qoladi. Yana nima bo'pti? Masalan, kursda o'qib, u yog'iga propshotdan foydalanmoqchi edim. Bu yaxshi, propshotdan foydalanish kerak. Masalan, men o'zim ham shogirdlarga yoki ukamlar, masalan, bir qarindosh, o'rtoqlarga o'rgatsam ham, qo'lida ozroq puli bo'lsa, men aytaman, nima qilasan, bu pulingni qiynab, undan ko'ra propshot ol, bu puling cho'ntagingda turib turaversin. Masalan, aytaylik, 2-3 ming dollar pulim bor, o'rgat, xo'p, o'rgatdim, o'rgangandan keyin 2-3 ming puli bor. Nima qilasan, 2-3 ming pul bilan bozorga kirib, pulingni qiynab, bu pulingni investitsiyaga qo'yib qo'y, uzoqroq muddatlarga. Qisqa muddatlarda propshotni olib savdo qilgin deyman. Maslahatim propshot eng yaxshi nimasi, o'sha aytib o'tganimdek. Uptrendga qachon o'tadi taxminingizcha? Uptrendga Xudo xohlasa Nasdaqga qarab olamiz, bir haftalik time frame'larga o'tib. Taxminimcha aprelda o'rta yoki oxirlaridan, aprelda o'rtalaridan uptrend boshlanib qolishligi mumkin, agar mana shu joylardan tasdiq bersa bozor. Bo'lmasam biroz yana pastlarga tushishimiz mumkin. Mana shu yerlarga ikkita joy bor, bularda ham endi tasdiqlar bilan ishlashimiz kerak. Xo'p, Nozimaxon yozibdilar, prop kompaniyalar bilan ishlamoqchiman tugatgandan keyin. Yo'q, bu kursda beriladigan texnik analiz hamma bozorda ishlayveradi. Hattoki o'sha nojoiz bo'lgan forex bozorida ham birga bir ishlab beriladi. Prop kompaniyalarda ham talablarga hamma yo'g'iga javob beradi. Faqat bitta narsa, siz o'rganishingiz kerak bo'ladigan narsa nima bo'ladi? Shunchaki propshotni kirib, qaysi propshotda ishlashni tanlab, sotib olib, ro'yxatdan o'tib, o'shanda savdo qilish, keyinchalik foyda qilsangiz, foydangizni yechib olishlik. Bu narsalarni o'zingiz o'sha YouTubedan yoki bo'lmasam ChatGPT bilan bilga qilsangiz bo'ladi bu narsalarni. Balki agar kursda ko'pchilik qiziqish bildirib, masalan, 10-15 ta basi juda ko'pchilik bo'lib ketadigan bo'lsa, balki bu narsani ustida ham buni darslarga umuman aloqasi yo'q, shunchaki balki kanalda o'zida ham qilarmiz. Umumiy mamlaqanga chat qilib, propshotni to'liq ko'rib chiqib, qanday sotib olamiz. Shulargacha ham to'xtalib o'tishimiz ham mumkin. Bilgan barcha bilan winrate nechaga ko'tariladi shunda. Ha, menda zo'r savol kelibdi. Boshlamoqchi bo'lingan kursda barcha bilimlaringizni berasizmi? Winrate nechaga ko'tariladi? Xo'p, shu narsani ikki xil tushunsa bo'ladi. Menda hozir mana shuncha bilim bor. Mana shunchasini ajratib olib individualda o'rgatyapman bolalarga. Bolalarni o'ziga ham xuddi shunaqa tushuntirganman. Men mana bunisini o'rgatyapman. Chunki mana bu tomoni musor, ishlamaydigan. Men chunki u 7 ta joydan o'rganganman. O'shalarning ichidan ajratib kerakliklarini olib chiqqanman. Hamma bilim mana ularni ham qo'shganda. Mana bu asli, ya'ni ajratib olingani, tozalangani. Oddiy nimaga tushuntiradigan bo'lsak, bitta toshni ko'ylab oldi, shuni tilla deb sotsa birov olmaydi, chunki uning ichida turpog'i bor, mis bor, temir bor. Tozalanib olingan holati bo'ladi. Mana shu tozalanib olgan holati o'zim ishlatayotgan ana o'sha narsalarni to'liq o'rgataman.
yana nima? Ha, win rate haqida so'ralibdi. Shu o'zim ishlatayotgan narsalarni win rate kanaldagisi, ya'ni 100% o'zim amal qilib sizlarga kanalga berayotganim 97% chiqdi. 85-90% deb oling win rate'ini. Men o'zim orada bir ikkita xatolar qilib, boshqa qilib 85% win rate bilan ishlayman. Lekin o'qishni tugatgan odamda 85% win rate bo'lmaydi. 50 dan boshlab sekin tajriba oshgan sari, masalan, birinchi oy 50% bo'ladi, keyingi oyi 55, har oy o'tganda o'sha o'rgangan narsalarga to'liq amal qilishni boshlaydi. Plus emotsiyalarni sekin-sekin boshqarishni boshlaydi. Bozorda emotsiya juda qattiq xalaqit beradigan narsa bo'ladi odamga. Bularni yo'liga solishni o'rganadi jicha-jicha. Ana o'shalar bo'lgandan keyin xudo xolasa win rate baribir o'sha tajribaga taqaladi. Lekin 65-70% win rate'ga olib chiqib olganingizdan keyin yetadi o'zi. Qolgani sekin o'zi ko'tarilib ketaveradi. Men bitta ham gapirib turinglar, men faqat nima o'qib turib, nima qilayotganga o'xshayapman, video zapis qilayotgan odamga o'xshayapman. Bir kishi qo'l ko'taryapti ekanlar arabcha yozuvdagi. Qayerda, Telegramdami yoki bu yoqdami? Men qo'l ko'tarib qolib ketibdi bu yoqda ham. Ya, Telegramimiz ham yoniq ekan-a. Telegramda ham mana ochib qo'ydim. Hozir ham Telegramda ham Meets'da o'tiribmiz ekan-da. Men Meets'da o'tiribman. Telegram yoniq. Mayli, Telegram ham yoniq turaversin. Ko'raveramiz. Xo'p, men bu ekranga tashlaganingiz Otabek aka batta yo arzon narsani sotib olyapsiz, olib bermayman deyapti. Yoki batta your accounts enabled to update to margin account. Margin accountlarga sotiladigan narsani olishga harakat qilyapsiz deyapti masalan. Yoki bugunda o'zida masalan aytaylik $1000 plus bo'lsa, $1000 plus bilan savdo qilib, u pulni ishlatib bo'lib yana savdo qilmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, shunaqa ogohlantirishlar keladi. Penny aksiyalarda olgani qo'ymayapti deyapti. Tajribani 0 qilib bergan bo'lsangiz, ba'zi bir penny aksiyalarda savdo qilgani bermaydi. Ya'ni broker sizni himoya qilishlikka harakat qiladi. Xo'p, Nusratullo aka, win rate degani sizni 10 ta savdoyingizdan nechtasi o'xshadi, nechtasi o'xshamadi degani. O'zi 10 ta deyilmaydi, 100 talik olinadi yoki eng kami 30 talik olinadi. Masalan, 10 tadan deylik sizda 6 tasi plusda yopildi, 4 tasi minusda yopildi. Bo'ldi, bu win rate 60% degani bo'ladi. Win rate shunaqa o'lchanadi. Xo'p, Rustam aka, interaktiv brokersdan 30 kunlik zapret olgan bo'lsangiz, bu mashnaqangi, ya'ni brokerda siz T+1 qoidasini buzgansiz, ya'ni o'sha aytib o'tganimdek. Bitta narsani ham tushunib olinglar. Men $1000 ni misol qilib ko'rsatib beraman. Hammada har xil o'zi bilaveradi keyin. Aytaylik $1000 sizlarda pul bor, depozit bor. Buni shunchaki 1000 ta askar deysizmi? Farqi yo'q. Sizda 1000 bor. Bugun bozor ochildi, mana bozor ochildi. Siz aytaylik bozorda bitta savdoga kirdingiz, $600lik nimadir olib sotdingiz. $600lik savdo qildingiz. Bo'ldi, mana bu $600 sizda ishlab bo'ldi. Farqi yo'q. Olib sotib yordingiz. Bu $600 aytaylik foydasi bilan $650 bo'lib siz shotingizga kelgan bo'lishi mumkin. Bu qilingan savdo pulingiz uje bugun ishlab bo'ldi. Sizda qolgan pul $400 qoldi. Mana shu joyda siz hisob kitobda adashib $500lik savdo ochaman desangiz, brokerdan ingliz tilida bir ikkita xabar keladigan bo'lsa-yu, siz o'shani yaxshi o'qimasdan, tushunmasdan yana savdo ochaveradigan bo'lsangiz, broker sizni 1 oydan 3 oygacha zapretga qo'yib qo'yadi. Bu masalani yecholmaysiz. Shunchaki sabr qilasiz. Yoki bo'lmasam telefon qilib gaplashishingiz kerak bo'ladi. U dolga istoriya bo'lib ketadi. Ya'ni Amerikaga telefon qilib oldingiz, agar ingliz tilini yaxshi bilmasangiz, bir ingliz tilini yaxshi biladigan odamni qo'yishingiz kerak, ularga tushuntirishingiz kerak, boshqa qilishingiz kerak.
yoki bo'lmasam supportiga kirib shunaqa tushunmadim, biroz xatolik bo'libdi, qaytib takrorlanmaydi deb ko'rishingiz mumkin. Baribir u xabarlaringizni o'qib chiqib nimadir qilgunicha 1-2 hafta o'tib ketib qoladi. Undan biroz sabr qilib turganingiz ham ma'qul. Hozir Telegramda ham, Meetsda ham savollari bo'lsa og'zaki ham beringlar, mana gaplashay biratalaring bilan. Akmaljonning o'zi bilan o'tirganga o'xshayapman men hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Farruxbek yaxshimisiz? Rahmat, Allohga shukr. Bu jonli uchrashuvimiz ham uzoq hayotlar yaxshi o'tkazib oldingizmi Ramazonlar? Rahmat, Allohga shukr o'tkazib oldik. Bir savolim bor edi. Bir holatga tushdimki, mana RLP degan tiket. Shundan sotib olaman desam, interaktiv brokerda inglizcha yozuv chiqdi, sotib ola olmadim. Keyin uni haligi nimaga ChatGPTga yozib rasmga olib tashlasam, siz Amerika fuqarosi bo'lmaganligingiz uchun bu narsani sotib olishlik mumkin bo'lmaydi. Agar sotib oladigan bo'lsangiz, bundan foyda ko'rsangiz ham, zarar ko'rsangiz ham 10% mi shunaqangi haligi nima oladi, foyda oladi degan narsa bor ekan. Buni qanday qilib ajratib bo'ladi? Yo'q, uni o'zi doim unaqa narsa chiqmaydi. Sizda bo'lib qopti. Menda bir 2 yil oldin bir marta shunaqa chiqqan edi. Shunaqa kompaniya chiqib qolgan edi. U masalan shu 11 mingta kompaniyaning ichida bo'lsa 10 ta bo'lishi mumkin, 20 ta bo'lishi mumkin. U narsa doim chiqmaydi. Sizni shunaqa ogohlantirib qo'yadi o'zi. Olmay qo'yaverasiz. Ya uni olmay qo'yaverdik-ku. Men demoqchi bo'lganim birorta bir belgisi bormi shunaqangi ovora bo'lib uni qidirni bir ko'rib o'tirmasdan xuddi nojoiz aksiyaga o'xshab. Yo'q. Chiqarib yuborardik demoqchiman-da men. Yo'q, agar bo'lsa ham meni xabarim yo'q ekan. Unaqa ajratib olishi, chunki bunaqa muammoga o'sha aytganimda 2 yil oldin bir marta duch kelganman xolos, undan keyin ishim tushmagan ekan. Yaxshi. Rahmat, shuni so'ramoqchi edik. Yana savol murojaat qila olamiz. Bo'ldi, sog' bo'ling. Abdulloh aka, sizni ham do'stib ochib qo'ydim. Qo'l ko'tarilgan ekan. Bular Meetsga o'tishmabdimi? Ha, Meetsga o'tmaganlar ham bor. Telegramda biroz qatishlik bor. Xolasalar o'sha silka tashab qo'yildi Google Meets'ga. Unga o'tib olsalaring ham bo'laveradi yoki bo'lmasam o'sha yerda o'zidan ham paka. Hozircha nimadan gaplashyapmiz Telegramda ham? Nima zo'r hozir? Meetsda ham gaplashaveramiz, Telegramda ham gaplashaveramiz, chatda ham yozaverasizlar, farqi yo'q. Savollarni berib foydalanmanglar. Farruh aka? Yana men savol beryapman. Bo'ladimi savol bering? Ha, bering aka. Mana TradingView'da men shu 1 kun 2 kun bo'ldi, shu bir narsani kuzatdimki, biz mana chat holatida ko'rayotganimizda biz yangi bo'lganligimizdan juda yaqin ko'rar ekanmiz, ana shamlarni. Yaxshi ko'raylik, soyalarni yaxshi ko'raylik deb. Keyin bu chat holatida ham boshqalarni o'sha ishlab yurganlari chat holatidagina nima holatini ko'rsam juda uzoqdan ko'rinar ekan. Shu uzoqdan ko'rishlik qulay bo'ladi shekilli deb o'yladim. Shu to'g'rimi? Shunaqangi fikrda bo'ldim men. Yo'q, batta yaqin uzoqligi rol o'ynamaydi. Batta siz bitta, ya'ni o'rtadagi time frame'da turgan holatda ham bitta yuqori, ham bitta pastki time frame'ni ko'ra oladigan darajada bo'lishingiz kerak. U uchun yana o'sha texnik bilimlarga taqalib qoladi-da. Ya'ni siz nima ko'rmoqchi bo'lyapsiz degan narsa bor-da. Hozir masalan men sizga mana buni bunaqangi bir haftalikda ko'rsatib bersam, siz nimani tushundingiz-u, lekin men yerda hozir monitorga mekka olib kelib olib analiz qilyapman. Siz nimani tushundingiz?
qaysi time frameda qattiq ko'ryapman, nima uchun ko'ryapman, bu tomonlari borda. Shuning uchun bu bir uzoq qilib olishi, bir yaqinlashtirib olishligi uzoq qilgandagi umumiy kartina, umumiy holat, yaqin qilib olgandagi ichki holatlari mana shularni ko'rish uchun ishlatilinadi. O'shaning uchun sizga aniq bitta masshtabda ayta olmayman. Mana bu holatda tursin yoki mana bu holatda tursin degan narsani ayta olmayman-da. Yo, men o'sha to'g'ri demoqchimanki, umumiy oldin bir ko'rishlikda uzoqroq masshtabda ko'rib olgan yaxshi bo'lar ekan demoqchiman. Endi Ya'ni har xil. downtrend, uptrend farqiga borishlik uchun yoki o'sha bundan bir 5-6 kun, bir haftani oldinda bo'lgan likvidliklarni ko'rinishligi uchun, bunaqangilar uchun albatta sal uzoqroqda ko'ringani qulayroq bo'lar ekan demoqchi edim. Yo'q, u uchun kunli time framedan turib ko'rayotgan bo'lsangiz, haftalik yoki bir oylik time framelar ham bor ekan. Bunday chiqsangiz yana ham aniqroq ko'rinadi. Ya'ni uzoq qilib olish shart emas, yaqinroq qilib shunchaki time frameni kattalashtirsangiz bo'ldi, ko'rib olaverasiz. Mana bunaqangi holatlarda. Bunaqa ko'rgan ma'qulroq. Ya'ni bitta 4 soatlikda turib ekranda uzoqlashtirib olib, hech narsani tushunmay qolib haftaliklarni ko'raman degandan ko'ra, mana bunaqangi holatda nima bo'layotganini tushunmagandan ko'ra haftalikka o'tib olgan ham ma'qulroq, biroz yaqinlashtirib bemalolroq tushunibroq ishlaysiz. Chunki shamlarni tanasi-yu soyalari ham o'zini bir ikkita gapiradigan gaplari bor bizga. Shunaqa. Rahmat. Hop, sog' bo'ling. Kimdir gapiryapti, keyin nima bo'lib qoldik? Aka bemalol. Farruh aka, O'labbay. 1-2 kun oldin algm degan nima bergandingiz-ku boya. O'sha nimadan ko'pchilik tasdiq olganini bilmay u joy order blokdan ham o'tib ketdi-yu pastga. Tasdiq bermadi, shunchaki tushib ketdi bozor. O'sha shu nima umumiy bozor tushgani uchun shunaqa bo'lib nima bo'ldi-mi? Yo'q, tasdiq bergan bozorlarda biz foyda qilyapmiz. Masalan, hozir ham umumiy bozor tushyapti. Mana bugun eshitgan bo'lsalaring, o'sha ikkinchi o'quvchi ham o'sha kirib savdo qilib foyda qilib oldik deyapti. Tasdiq, ya'ni down trend holatida ham topib korreksiyalarida ishlash mumkin. Ya'ni qanday bozor down trend holatida ketayotgan paytda ham bizda nimalar bor? Mana bu korreksiyalar bor bizda. Mana bu korreksiyalar bor. Shu korreksiyalardan to'g'ri kirib, to'g'ri ishlab, imkon qadar rizq nasibasini tersa bo'ladi. Uptrendga o'tib olganda unda o'sha hozir masalan Akmaljonda 1-2 bo'ldi adashmasam, uptrend holatida bo'lsa o'sha 1-2larimiz 1-8, 1-10 degan narsalar bo'lishdi boshlanadi. Ya'ni $100 risk qilib $1000 ishlab oldim degan narsalar boshlanadi. Lekin hozircha down trend holatida unaqa jicha mushkulroq, o'shaning uchun 1-2larda kifoyalanib turilsa bo'ladi. Shunaqa ishlanilyapti. U algmda tasdiq berilishi kutilindi, lekin tasdiq bermadi. Shuning uchun отказ qilib yuborildi u narsa. Tushunarli, rahmat. Sog' bo'ling. Yana chatga o'taman. Chatda brokerda blokka tushib qolsa, katta pul shotga solinadimi, keyin ochiladimi deyilibdi. Yo'q, unaqa narsa yo'q. $500 plus bo'lsa ham sizda masalan 500 endi soldingiz, blokka tushib qoldi. 1 oyda yoki 3 oyda ochaman dedi. U farqi yo'q, sizdan hech qanaqa muncha pul sol yoki boshqa degan narsa bo'lmaydi. O'sha muddat kelganda shotni yana savdoga ochib beradi. SMCI ga keladigan bo'lsak, olib qo'yganlar bo'ladigan bo'lsa, men SMCI da bilmadim. Men tushayotgan narsaga analiz bermayman. O'sishni boshlaganda analiz qilib savdo qilaman, lekin mana yerda bizda o'sha analizimiz bor edi, tushib ketib, birinchi mana bu sell side'ni oladi, keyingisi mana bu sell side'ni oladi deganmiz. Birinchisini oldi va ikkinchisini olishga balkim borib qolar, balkim
o'sib berar. Endi masalan mani 80%lik 85%lik analizim bu sell saytda oladi deb turibman, lekin xato qilishni o'zim ham xohlagan bo'lardim, chunki ko'p tanishlarim SMCIga kirib qo'yishgan. Undan ko'ra men xato qilib, mana shu yerdagi mana bu buy saytlarga ketsin bozor, mana bularni olsin. Olgan odamlar foydada chiqsin. Lekin texnический объем, kuch bozorda teskarisini aytyapti. Sell saytga qarab ketamiz deyapti. SMCI bo'yicha. Xo'p, Jahongir akaga kursda o'qigandan keyin savdo qilish uchun qancha pul bo'lish kerak debdilar. Uni farqi yo'q. U umumiy kursda berganimizda unaqa qimmat bo'lmaydi. To'liq bilimni olganingizdan keyin bemalol nimada ishlasangiz bo'laveradi. Prop shotda ishlashingiz bo'ladi yoki bo'lmasa shotingizga 1-2 ming dollar pul tashlab olib, stoplayingizga o'sha 20 dollar qo'yib, tek profitingizga 50-60 qo'yib, kunlik savdolar ham qilsangiz bo'ladi. Chunki bir kunda 50-40 dollar foyda ham 2000 dollarlik shot uchun bu zo'r narsa. Ya'ni O'zbekiston sharoitida bu zo'r narsa. Kuningizga 40 dollardan kunora topib turing. Bozorda 20 kun ish kuni bo'lsa, siz 10 kun foyda qilganingiz, masalan 400 dollar bo'lsa ham 2000 dollarlik shot uchun bu juda zo'r narsa, 20%. 10% topib 200 dollar toping, ishingizdan keyin kelib biroz savdo qilib turing. Bu ham zo'r narsa deb hisoblayman. Savollar bo'lsa Telegramda yoki Meetsda farqi yo'q. Qo'l ko'taradiganlar bo'lsa nima ochib yuboramiz, beraverasizlar. Men hozircha chatda ham qarab turibman. Trading View'da S&P 500 harakatini qaysi joydan harakatini bilsak bo'ladi. Ya'ni Trading View'da S&P 500 harakatini qaysi joydan bilsak bo'ladi. Masalan, mana buni so'rayotgan bo'lsangiz, US 500 deb yozilsa, mana S&P 500 ni harakati. Agar shuni so'rayotgan bo'lsangiz, S&P 500 da chart holati, biz hozir bir haftalik time frame'da turibmiz. Rustam aka, darslik haqida qisman aytib o'tdim. Yaqinda bo'lib qoladigan bo'lsa, xudo xolasa kanalda alohida ham yozma, ham video shaklda ma'lumot berib o'taman aka. Bo'lib qoladigan bo'lsa, xudo xolasa shu hafta oxirlariga biroz qo'limiz bo'shab qoladigan bo'lib qolyapti. Bir ikkita ishlarimiz bitadigan bo'lib turibdi. Agar o'sha narsalar bo'lib qolsa, bu kursda yurgizib yuboramiz, xudo xolasa. Xo'p, sog' bo'ling Rustam aka. Qani gruppada bormi? Telegramda qo'l ko'taradiganlar bo'lsa, Meetsda ham bemalol, hammada mikrofon ochiq, adashmasam Google Meetsda. Farruh aka, O'labek aka. объем kirishini ham o'rganinglar deysiz-ku. O'shani mana shu Trading View chartda объем kirayotganini biroz tushuntirish iloji bormi? Endi oddiy indikatorimiz ham bor o'zi aslida. Объем indikatorini o'zidan ham foydalansangiz bo'ladi. Ya'ni swing trade uchun. Keling, birorta kompaniya aksiyasini shunday ochib ko'ramiz. O'rta muddatli savdolar uchun. Keling, объемni yoqib qo'yamiz. Narx yuqorilaganda mana bunday qaraydigan bo'lsangiz, o'rtacha объем nisbatini mana shu yerdan o'rtacha объем bo'ladi. Narx yuqoriga ko'tarilgandagi mana o'rtacha shkaladan oshib ketyapti объем. Bu narxda o'sha tushishni boshlaganidan darak beradi. Narxlari pastga kelganda, ya'ni biroz pastlarga tushganda, narx pastga tushib kelayotgandagi kirayotgan mana bu объемlar, narx pastlarda yuribdi, mana bu joydagi объемlar. Bular narx ko'tarilishidan darak beradigan bitta tasdiq xolos. Qolgan tasdiqlarni rostdan ham o'sha объемlar kirib keldimi, yo'qmi? Yana texnikka borib taqalib qoladi-da, agar sizda mana shu brokerlardan bir qarindosh bo'lmasa agar. Chunki brokerlarda bo'ladi ma'lumot. Rostdan ham qancha объем kirayotgani. O'zi biza o'sha o'tilayotgan mana shu darslarimiz, ya'ni o'quvchilarga berilayotgan darslar ayni shu объемlarga asoslangan. Ya'ni har bitta darsimiz
taxminan bir 15 tacha dars faqat shu ob'yomga atalganda, faqat ob'yom bilan tasdiqlaymiz. Har bitta zonani aniq bir soddagina qilib ko'rsatib, nima uchun u narsa bo'lganlarini to'liq ob'yomlarga taqab tushuntiriladi. Katta tema-da ob'yom. Bekpo'lat aka, juda katta tema. Ya'ni men bu price action deyotganim, narx harakati deyotganim, narxni faqatgina pul harakatlantiradi. Yo tepadan sotib pastga tushirishadi yoki pastdan olib tepaga ko'tarishadi. Ob'yom bu katta baza, shu bazani ustiga qurilganda bu texnический o'sha price action o'zi ob'yomlarning ustiga qurilgan narsalar. Tushunarli, rahmat. Sog' bo'ling aka. Xo'sh, savollar kelguncha Akmaljon shatamiz so'zi. Dedim aka. Nimaga bugun nimani yoqmadilar? Jonli qilmadilar. Jonli meni ishim bo'ladi o'zi bozor vaqtiga zo'riga yetib keldi. Jonlida. O'zim. Bozor kutib turgan ekan-da, jonli yoqmasliklaring. 2 kun kutib turib, oxiri bugun qarab turgan ekan-da, shular efirda yoqmasin deb. Qo'yganlar savdo qilishdi kerak. Ha, qilishibdi-yu, Husan aka ham qilibdilar. Yana bor savdo qilgan bolalar bor, yozishdi. Bugun yaxshi, ko'pchilik ketmoni uchdi, yaxshi. O'zi ketmon uchadigan kun o'tdi, o'zi bugun yaxshi bo'ldi. Kecha olib qo'ygan himisim ham yurib kirdi. Yopmadingizmi? Yo'q, yopmadim. Aytdim-ku, stopini katta qo'ydim buni. Ha, siz kattaroq kirdingiz unga. Tushunarli. Xo'p, yana savol bo'lsa, nima qilaylik? Ko'rib chiqaylik. Bo'lmasam, men endi efirda yoqayotganimda ancha bo'lib qoluvdi. Efir qilmaganimizga 2 soat ichida men tomoqlarim nima bo'lib ketsa kerak deb o'yladim men. Lekin yo'q. Bu yerda hech kim shunda tanimaydi. Savolni berib foydalanmanglar. Biz bilan ham bu darajada uzoq o'tirmaydilar. Ha, nima? Bolalarning oldiga kirib 20 minutda hamma yo'qni ko'rib netib, shu bilan men chiqib ketaman efirdan keyin. Hop, RSI indikator sozlamalari 82-22. Rustam aka, indikator faqat ob'yom ishlataman. Keyin men bu bir ikkita sessiyalar, ya'ni Nasdaqni, S&P 500 ni kun bo'yi harakatlangani uchun yoki bo'lmasam men o'zim kriptovalyutada ham spotda savdo qilib turganim uchun bir ikkita indikator kerak. Ya'ni sessiyani ajratish uchun Osiyoni, Londonni, New York savdosini ajratib olishligim uchun shunchaki o'zim men bunaqa ekranga chiziqlar qo'yib, hali bunaqangi o'zim korobkalar qilmasligim uchun shunaqa indikatorlar bor. Aniq o'sha vaqtlarda bunday qilib korobkaga olib chizib beradi kun ichidagi savdolarda. Ana o'shalar uchungina indikator ishlataman. Bitta men bu ob'yomda uzoq muddatli investitsiyada ishlataman. Odatda bu ham ochiq turadi, kerak bo'lmaydi menda. Indikator umuman ishlatmayman. Indikator ishlatishni tavsiya ham bermayman. Chunki indikator bilan hech qayerga yetib bora olmaysiz. Umuman indikator ishlamaydi bozorda. Hamma narsa bu bo'lgandan keyin chiqarib beradi indikator. Chunki siz aytayotgan RSIdagi 22 ga narx kelib turib, yana dash tushib ketaversa, pastdan yana boshqa 22 yasab olaveradi o'ziga o'zi. Bir kun imkoni bo'lsa kuzatib o'tiringda, 15 minutlikda boshqa sifralar boshqa joyda yuribdi, 1 soatga kirsangiz yana boshqa joyda yuribdi. Indikator, pattern degan narsalar bor. Umuman kerak emas. 2-3 oy vaqtingizni bekorga o'tkazib yuborasiz mana shu narsalarni kuzatadigan bo'lsangiz. Biz ishlatganmiz. Ha, shunaqa indikator nimaga? O'zi price action'ni nimaga o'rgandik? Indikator ishlatmaslik uchun u. Umumiy kursda AQSh fond bozorlarida ishlatishni o'rgatasizmi? Xuddi shunaqa, lekin o'rganayotgan men bu nimalarda, texnikskilarda bemalol kriptovalyutalarda ham spotovida bemalol ishlataverasizlar.
Lekin Forexda ham bemalol ishlataverasizlar. Savdo qilmasalaring bo'ldi. Savdosi nojoizda analiz qilib ishlataverasiz bemalol. Shu Forex- savollarga men o'zim savdo qilmadim, analiz qilib, misol TradingView'da qo'ydim. Aksiyadan ko'ra Forexda win rate oshib ketdi. Ha, chunki ular ko'proq ishlaydi haligi nima deydi? 23 soat, 23 soat forex, 22 soat forex bozori, 24 soat kripto bozori ochiq turganligi uchun orada uzilishlar bo'lmaydi. Ertasi kuni qanaqa kayfiyat bo'lar ekan degan narsa bo'lmaydi. Shuning uchun ularda yana ham zo'r ishlab beradi. Aksiyalarda biroz boshqacharoq yondashish kerak bo'ladi. Misol uchun Bitcoinga bog'langan aksiyalar bor. Halol joiz aksiyasi Bitcoindan sotib olgan. Bitcoindan analiz qilib turib, ba'dan Ximisda ham hozir tushib kelayotganda ham ishladim. O'zingiz bildingiz Farruh aka. Ko'p faqat meni tuzib berdi Bitcoindan analiz qilaman. Shu yerda Ximisga kiraman. Chunki mana bu Forexda ham biz baribir umumiy dollar indeksini analiz qilishimiz kerak bo'ladi. Kriptovalyutalarda ishlaydigan, masalan, men aksiyada ishlayman desak ham, Bitcoin bilan Ethereumda analiz qilishimiz kerak bo'ladi. Men bu kecha bergan BMNR ani Husan akam ishlab oldim deyaptilar-ku, Akmaljon o'sha Ethereumga bog'liq edi. Iqboljon bergan kompaniya edi. Ethereum o'sha biroz yurishligini inobatga olib, bu aksiyada o'sha kecha aytganim yurib berishligi bor deb, yaxshi yurib berdi u ham. Yana nima? Tillo bilan kumushda analiz qilib turamiz o'sha Forex tegisini. Nimaga? Aksiya o'sha nimalarini, ETFlarida savdoga kirishligi uchun ularni ham kuzatib turishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu to'liq hamma bozorda ishlab ketaveramiz. Farqi yo'q. U kartoshka bo'ladimi, bexa bo'ladimi, neft bo'ladimi, farqi yo'q. Bizga o'sha ekranda mana bunaqangi kendallari bo'lsa bo'ldi, shamlar. Bu yerda savol bergani menimcha ko'pchilik hijolat qilishyapti. Meni shaxsiyimga kelgan savollar bordi. Umumiy qilib javob berasizmi aka? Bo'laveradi. Oldinroq kelgan, hop, dars sonini so'rashgan mendan ko'p kelgan savol. Ha, Dars nechta dars, misol oyi muddati so'rashgan. Men endi menga javob berishga, savol berishganlarga so'radim. 200 ta darslikda indusmen darsligiga almashtirmayman deb yozib qo'ydim. Hop, 20 ta 30 ta darslik, 20 ta 21 ta men sanamadim-mi? Har bittasi ishladi. Bu bir dona darslik, misol qolgan ba'zi bir darsliklarda 50 tasiga 100 tasiga almashtirib bo'lmaydi uni darslik. Shu haqida bitta darslik sonini tushuntirib keting. Misol bular o'ylashyapti 300 ta, 200 ta deb o'ylayotganlar ham bor. yo'q, darsliklar soni 3 ta modulda bo'ladi. Birinchi modulda adashmasam 10 ta dars, ikkinchi modulda adashmasam 7 ta, 6 ta, 7 tamikin dars, uchinchi modul umuman o'sha ikkita modul o'sha texnikani tugatamiz. Uchinchi modulda faqatgina bozordagi o'sha psixologiya, risk menejmentlarga, ya'ni eng kerakli bo'lgan bo'lim hisoblanadi. Unda ham bir 6 ta, 7 ta darslar bor. Umumiy hisobda 25 ta, 30 taga ham bormasa kerak. Men ham sanamagan ekanman. Asosiysi jonli efirlarda bo'ladi. Ularda ham dars deb hisoblasangiz, xohlasangiz hisoblaysiz, xohlasangiz hisoblamaysiz. Darslar soni juda kam bo'ladi. Chunki 200 ta, 150 ta darslikni hech kim o'zlashtira olmaydi 6 oyda ham. Hattoki 1 yilda ham o'zlashtirib ola olmaysiz. Agar darslik soni 300 ta bo'lib, o'sha 300 taga yarasha bu bozorda ma'lumot bo'lsa, chunki texnik analizda unaqa ko'p ma'lumot yo'q. Fundamental analizda bor. 200 ta bas 500 ta ham darslik qilsa bo'ladi agar juda ham chuqur kirib ketaman desangiz. Har bitta bo'limiga alohida kirib ketsangiz bo'ladi fundamentalda. Lekin fundamentalda analiz qilib ishlash uchun milliard pulimiz yo'q-ku bizni. Olib qo'yib dividendlarini yeb yotish uchun. Texnik uchun 20 ta dars o'zi yetib ortadi. O'shani o'zlashtirib olsangiz, o'shani o'zi bemalol. Darslikda davomi adashmasam endi individualda 1 oy darslikka yetarli bo'lgan, qolgani praktikaga bo'lgan. Umumiy holatda 1,5 oy yetarli bo'ladi.
1,5 oy, ana boring 2 oy ham bo'lsin, tam praktika savol javoblari bilan bo'lib 2 oy to'liq yetadi sizni bozorni bemalol ko'rib, почти birga bunday savdo qilishlik uchun. Bu yetarli bo'ladi. Yana gruppada ham savol bo'libdi. Savdoga kirishdan oldin kamida necha soat vaqt ketadi? Bir kunda 2 yoki 3 ta kompaniya bilan savdo qilsa bo'ladimi? Xo'p, agar kun ichida savdo qilmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, hech bo'lmaganda yarim soat basu, hech bo'lmaganda 40 minut yoki 1 soat oldin kirib tayyorgarlik ko'rish kerak bozorga. Bir kunda 2 ta yoki 3 ta kompaniya bilan ham savdo qilsangiz bo'ladi, agar diqqatingiz bo'linib ketmasa. Men shaxsan o'zim bitta, uzog'i 2 ta bilan ishlashlikni maslahat beraman. Undan u yog'i ko'plik qiladi. Plus o'sha aytib o'tganimdek, 2 ta 3 ta bilan ishlash uchun yetarli pulingiz ham bo'lishligi kerak. U tomoni ham bor. Xudo xolasa qolib ketmaysizlar inshaalloh o'qishdan. Kurs narxi bo'yicha hali men o'zim ham bilmayman to'g'risi. Men bir qator o'ylab chiqishim kerak. Qancha vaqtim ketadi. O'sha aytib o'tganimdek, masalan, mana Akmaljon, yana bir ikkita o'sha yoshroq shogirdlar bor. Ular kirib yordam berib turishadi, xudo xolasa, vaqtlariga qarab. Lekin imkoni boricha 80-85% men o'zimni kontrolimda bo'lish kerak. Chunki ertaga mana uni qo'lida o'qib chiqqanman deb yana boshqa odamni kursida o'qimasliklaringiz uchun yetarli, to'liq tugatilgan bo'lishligi kerak. Ya'ni mendan keyin boshqa hech qayerda sizga texnik analizga talab qolmaydigan darajada o'rgatishim kerak. Bo'lmasa undan ko'ra ochmaganim yaxshi. O'shani hisobga olib to'liq o'zim o'tiraman. O'shaning uchun o'shalarni bir hisoblab, o'sha aytganimdek 2 ta ta'rif qilinadi. Kurs summalarini ham o'shanda xudo xolasa bir nima qilib aytiladi. Hozir rostdan ham o'zim ham bilmayman. Albatta Lazzaka yozibdilar. Bosib o'tgan yo'l motivatsiya bo'ladi, o'zingiz haqingizdagi nimalarni aytsangiz debdilar. Menimcha o'zi juda ko'pchilik biladi. Bu sohaga 3 yil oldin kirib kelganman. O'zim 23 yillik stajga ega qurilish sohasida ustaman. Ya'ni usta deganda hammasi, ya'ni noldan podключ qiladigan holatda, u sohada ham 40 dan ortiq shogirdlarim bor. Hozirda ham o'sha obyektlarda ishlab turishadi bolalar, o'zim ham nazorat qilib turaman. O'sha ishlar bilan ham band bo'lib turamiz. Chunki trader degani o'zi kunlik savdo qilsam ham, masalan, kechki payt 1-2 soat vaqtim ketadi. Qolgani kun bo'yi bo'shman. Hozir endi bir ikkita individualda o'quvchilar bilan ishlaganligimiz uchun vaqtimiz yaxshi, unumli vaqtimiz o'tyapti. Ya'ni kunduzi chiqib bir ikkita zalga yoki suzishga, boshqaga borib kelasiz, shu bilan ya'ni vaqtdan muammo qolmaydi-da. Bu sohada bir 2-3 yil yurganingizdan keyin xudo xohlasa vaqtingiz ancha bemalol bo'ladi. Ya'ni odamga o'xshab yashashni boshlaysiz. Mana shunaqa vaqtlarda o'sha narigi ishlarimizni ham qilamiz. Motivatsiya bo'ladigan bir nima gap ham yo'q-da. Motivatsiya basu oddiy, masalan, o'zim nima uchun bu sohaga o'tganman? Uylanguncha bemalol yurganman, masalan, odamga o'xshab yashaganman deyalaman. Ya'ni kuniga topayotgan daromadim, oilaga ozginasini berasiz, endi bar ota-ona sizdan pul talab qilmaydi. O'zimizga, ko'chamizga bemalol yetib ortgan, yurilgan. Uylangandan keyin bitta farzand, 2 ta farzand, 3 ta farzand, uje endi boshlaganimda 2 ta edi farzandim. Kirib keldik, uje ish, unga yetkazasiz, bunga yetkazolmaysiz, u bo'ladi, bu bo'ladi, shaxsiy hayot umuman nolga tushib ketgan. Masalan, kirakasham ham mashinasini minib kelib, ertalabgacha damga qo'yib qo'yadi. Uyga kelganingizdan keyin hech bo'lmasa bolalar bilan biroz dars qilaman deysiz, boshqa ota-ona bilan gaplashaman deysiz, charchab uxlab qolasiz, boshqa shu narsalardan to'yib ketganimdan keyin o'zimni sinfdoshim, mana shu guruhda ham bor, bitta sinfdoshim, o'sha o'zimni tanishlarimdan bitta odam bor bu guruhda. O'sha sinfdoshim 18 yillik investor, u trader emas, uni depoziti ancha yaxshi. Uzoq muddatdan beri shu investitsiya bilan shug'ullanib keladi. Shu boladan so'raganman, bir nimadir bo'lsa maslahat ber qilaman deb. Keyin shu sohani aytgan, ya'ni shu sohani o'qib o'rgan, oldinga o'sha 4-5 yil muddat qo'y. Ya'ni 1-2 oyda ichida boyib ketaman deb o'ylasang, minusga kirgizib yuboradi bu soha.
yaxshi o'qib, yaxshi o'rgan, ko'chadagi ishingni qilib yur, qilayotgan ishingdan o'sha qanchadir miqdorini depozitga bas, bilimga sarfla. Ya'ni 1 yil faqat bilimga sarfla, undan keyin depozitga qarataverasan degan. Shunaqa narsa bo'lgan, 1 yil bilimga sarflangan, taxminan 7 ta joyda ilm olingan, 7 ta ustoz ko'rganmiz. Umumiy hisobda $17,000 pul ketgan bilim olish uchun. Shu narsalarni yig'ish uchun. Xudoga shukr, hech qaysinisiga bir narsa demaymiz. Bir narsani o'rgatgan ham baribir ustoz sifatida qoladi. Lekin to'laqonli bitta joydan butun narsa olinmagan. U yoqdan jicha, bu yoqdan jicha shunaqa qilib olib hozir xudoga shukr shu sohani o'zida asosiy daromad nima, shu sohani o'zidan kelyapti. Shu bosib o'tilingan yillar shu. Xims bo'yicha ham orada texnichni kirgizib ketibsiz. Xims bo'yicha Ximsda potensial bor, Ximsda katta ob'yom kirgan, Ximsda yaxshi holat, balkim biroz tushishli holatlardan keyin mana bu likvidlarda to'liq bozor yechib berishligi mumkin. Lekin baribir imkoni boricha stop losslar bilan ishlash kerak. Ya'ni to'liq depozit kirgizib qo'yib, nima bo'lsa bo'ldi deb stop losslar qo'ymasdan o'tirishlik tavsiya qilinmaydi. Oila a'zolarim haqida o'zi ko'p ham nima qilmayman, lekin bizda hamma oliy ma'lumotli, hamma o'qigan, diplomli, lekin ayollar bizda hech kim ishlamaydi. Shunchaki farzandlarga to'g'ri bilim berishligi uchun ularni ham o'qitganmiz, o'qishgan, yaxshi hammasi moliyaviy savodxon, hammalari shunaqa oila a'zolar. Ayollar hammasi onaxon, singillar, boshqalar, lekin oila bola chaqa tarbiyasida. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Shunaqa gaplar. Bormi yana bu sohaga oid savollar? Sohadan chiqib ketdik. Dilshod akada do'stib ochdim, qo'l ko'tarib turgan ekanlar, ko'rmabman. Dilshod aka do'stib berib qo'ydim, mikrofoningizni yoqib nima qilaverasiz? Do'stib ochib qo'ydim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Rahmat. Rahmat, Xudoga shukr. Qalay Rossiyalar? Ajoyib-da. Telegramda tushmagan hisoblamasam. Zo'r aka, joyidami? Ha, joyida o'qish ketyapti. Zo'r. Nima savollar bor Dilshod? Darsni qolgani qachon demoqchimisiz? Savol o'zi joyida, savol bo'lmasdan oldin javob ham chiqyapti o'sha darslar ichida-yu. Endi hozir eshitib turibman, albatta. Savol tug'ilmasa savol javob ketyapti. Hali uncha javoblarga sal savol topganman. Imkoni boricha chartlarda chizib tashab turinglar, ko'rib turay. Baribir ko'rganda tushunganday bo'laverasiz, chizib tashaganda xatolar ko'rinadi o'shanda. Ha, zo'r bo'laveradi. Siz Yaxshimisiz, tinchmi? rahmat, yaxshi. Mashalloh, yaxshi. Aytganingiz. Bizda o'qiyapmanmi individualda? Dilshod akam jicha boshqacharoq formatda nima qilyaptilar? Dilshod akam o'zlari bilan jicha alohida boshqacha formatda nima qilganmiz. Individualda urovini bilan teng pashti. Yaqinda klubga o'tadilar, xudo xolasa, jicha ko'rib nimalar qilib Yaxshi-yu. Endi ba'da Akmaljon ham qomatdan padishga berib tursin va har holda bitta ko'rsatdik. Gruppadoshlar yig'ilib qolsinlar-da. Do'stlar yig'ilib qolamiz.
Yaxshi, menga savol beringlar, savol kerak deydi-ku. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Savolim, oxirgi paytlar qaysi aksiyalarni ko'proq kuzatyapsiz? Qaysi endi 95% bo'lmasa ham atabi bir 80% lar yetilib qolgan aksiyalar ko'proq qaysi o'sha biz ham qiziqib ko'rsak demoqchiman. Qiziqib ko'rsalaring yaxshi-yu, tasdiqsiz savdoga kirib qo'ysalaring yomon-da. Shu tomonlari bor. Chunki bitta narsada men ko'zim bilan ko'rganman, ba'zi bolalarni tashagan. Shunchaki monetlarni kuzatib turibman degan narsalarga ishonib, masalan Amerikalarda trek minadigan bolalar bor, boshqalar katta pul to'plab qo'ygan bolalar bor-da, yoki 3-4tasi pulni bitta odamga berib, qarzga olib, men tushunaman deb, o'sha shunchaki og'zaki monetda bunaqa narsa ko'ryapman degan narsani orqasidan ishonasizmi, $70,000 minusdagi odamlarni ko'rganman. Shuning uchun ham qat'iy signal bermayman. Shunchaki nima bu bunaqa 1% dan ortiq risk qilmen degan holatda beraman-da. O'shaning uchun bu narsaga juda qattiqman. Mana kanalda o'shani communityda ham mana Akmaljonlar o'sha polni o'zi bitirib chiqqan bolalar. Hech kimga moni sotib olamiz demayman. Hech qachon. To'liq analiz qilamiz bozorda, ular tashagan, ularning analizini ko'ramiz, ular nima ko'rayotganini aytadi, men nima ko'rayotganimni aytaman, bo'ldi, shu bilan bo'pti bolalarni, men chiqib ketaman. U joyda o'zlari hal qilishadi. Nech pul bilan oladi, qanaqa risk qo'yadi, hammasini o'rgatilgan, o'zlari bilib ishlashaveradi. Chunki men monetda men masalan, mana u zo'r ekan, men shuni olyapman deb nima qilib qo'ysam, bu baribir ustoz degan ota bor. Dicha bizdan ko'ra bu sohada ko'proq yurib qo'ygan, 1% bas mashina aytganiga 10% kirib qo'yaychi desa, shuncha kun qilgan foydasi ketdi. O'shaning uchun kuzatilayotgan aksiyalar boshqa. Shuni oling, men birorta aksiyaga nimam yo'q. Ya'ni birorta aksiyani yaxshi ko'rib kuzatmayman. Shuni Finvizga kiraman, o'zimga mos texnik shakllangan narsani olaman. Shu oxirgi paytda aytdim, shogirdlarda o'zlaridan kelib chiqyapti. Ular tashashadi, ko'raman, bitta qarayatib, "O, zo'r ekanmi" deyman. Bitta analiz qilamizda, bo'ldi, o'shani o'zi bilan ham savdo qilib ketyapman. Oxirgi payt shunaqa bo'lyapti. Vaqt o'tkazmaysiz. Ha, analizlarga vaqtim ketmaydi. Undan ko'ra bolalar topgan analizga birga o'sha meni ketadigan vaqtimni bolalar topganini analiz qilib, birga nima qilamiz? Ular uchun ham bir ikkita joyda nimadir xatolik bo'lib qolgan bo'lsa, o'shalar to'g'rilanib ketadi, yo bo'lmasa yana qo'shimcha bir tasdiq bo'lib qoladi. Rahmat, yetarli javob oldim. Bo'ldi, sog' bo'ling. Lekin investitsiya uchun men o'sha MUni bemalol o'sha tavsiya qildim. Ya'ni biroz korreksiya bergandan keyin MU ga qiziqish mumkin deganman. Chunki buni undan oldingi nimalarda ham men juda ko'p tavsiya qilib kelganman. MU ni biror marta hali hijolat qilmagan. MU bo'yicha biz aytaylik taxminan 23 dan boshlagan bo'lsam, men monetlardan tavsiya qilganman, o'sha kanalda o'qiyotganimda sheriklarga o'zim ham olganman. Undan keyingi korreksiyalarda mana monetlardan boshlangan savdoga kirishlar, stop losslarsiz olinganda endi bu narsa. Mana shu joylardan uzoq muddatlarga plus har bitta olingandagi ishlab bergan foizlari, masalan ishlab bergan foizlari 200% ishlaganmiz birinchi kirilganda, ikkinchi kirilganda 200% dan ancha ko'p ishlangan. Mana taxminan monetlarda men o'zim chiqib ketdim savdodan 550% larda chiqib ketilingan. Shu qanchalar vaqt ketgan aka? 2-3 oy. 1 yil. 2025 aprel, 2026 nimada? Fevralda chiqildi. 25 da kirib, 26 da chiqib ketilingan. Mana shu yana bitta savol, mana shu bitta aksiyada mana oldiz, mana boshrog'ida 23 da keyin ko'tarilib 25 da yana olsangiz, o'sha ikkita olgan nima bir-biriga qo'shilib o'rtacha nima qilsa o'tib qoladi hisobiga. Shunaqa bo'ladi, lekin men o'sha bitta kirganimni oldin yuqorilarga chiqib, ya'ni narx oshishini analiz qilganda, narxda tushishini ham analiz qilinadi.
o'sha narxni tushishi analizga kelib qolgan vaqtda bo'ldi. O'sha yerda to'laqonli sotib olib, boshqa kompaniyaga investitsiya qilasiz. Uni orasida bu 1-2 oy, 3 oy tushib, bu tayyor bo'lib beradi. Keyin bunga kirasiz. Shunaqa narsa bo'ladi. Tushundim. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Telegramga qarab turmayapsiz Akmaljon. Telegramda qo'l ko'targanlar qolib ketyapti. Ulug'bek aka do'stib berdim, Nusratullo aka do'stib berdim. Nusratullo aka o'chib qolibdi, yoqdim. Qo'l ko'targanlarga do'stib ochdim bemalol. Zayniddin ham shatda ekanlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, aka. Va alaykum assalom. Kanal a'zolari charchamayapsizlarmi? Sizmisiz? Charchamayapsizmi o'zingiz? Manfaatli bo'lgan darsni ko'rib o'tiribmiz. Qachon ko'rdingiz? Men endi ko'ribmanmi? Yo'q, men ham kirganimga 15-mincha bo'lib qoldi. Ha. Qarasam efir bo'lyapti ekan. Ha, ancha cho'zilib ketib qolgan ekanmiz, shunga bir kanalda dildan suhbat. Ha, yo'q, yaxshi bo'pti o'zi, ko'pchilik so'rayapti o'zi. Shunga. Ko'pchilik efir bo'lishini so'rayapti o'zi. Savollar tug'ilib qolganmiz. Soat 10 da darsim bor edi, 10 gacha bir suhbat qilib olaylik kanalda deb. Ha. Ajoyib. Mana aytmoqchi, price action bo'yicha Zayniddindan ham biroz Zayniddin malaka oshirish qildi. Zayniddinni bilasizlar, o'zi ancha tajribasi bor. Lekin bir qator mana o'sha strategiyamga ham qiziqib, aka bir ko'raylik deb bir qiziqib ko'rishdi. Mana bemalol o'sha Zayniddinni o'zi ham 3 yillik Zayniddinda ham bozorda tajribasi bor. Nimadir yangilik bo'ldimi? Xo'p, men tanimaganlar uchun o'zimni qisqa tanishtirsam, men 3 yildan beri mana shu trading sohasida ishlayman. Boshida 1 yil kriptovalyutalarda spotda ishlaganman. Undan keyin 2 yilda aksiyalar bozorida, penny stoklarda o'rta muddatli aksiyalarda ishlardik. Meni strategiyam asosan klassik edi. Support resistance eng asosiy strategiyam bo'lgan. Lekin men chuqurlashtirilgan bunaqa day trading, yana qo'shimcha aniq tochkalarga kirish uchun Farruh akamning tajribasi ancha kuchli. Men o'zimni ustozim deb bilaman u odamni. O'zim ham o'qidim. Men ancha malakamni ham oshirdim, bozorga qo'shimcha qarashimni ham kuchaytirdim. O'zim uchun ancha kuchli bilimlar bo'ldi. Yana yaxshi tomoni qanaqa? Masalan, bu inson 2 yil yoki 1 yil vaqtini sarflab har xil joydan o'qigan narsani biz bir oyda bilimini tajribasiga to'g'ri 1-2 yil ketadi, lekin bilimini bilmagan holatda, boshqa joylardan o'qimagan holatda ko'pda vaqt sotib olgan bo'lamizda, vaqtimizni ancha tejagan bo'lamiz. Demoqchiman, maqsadim shu bo'lganlar texnik analizni mukammal darajada o'rganmoqchi bo'lganlarga men tavsiya qilaman bemalol. Hech qanaqa reklama yo'q, boshqa narsa emas. Arziydi ularga. Bitta vaqt sotib olgandek bo'lasizlar. Masalan, o'zingizlar boshqa joyda izlanib ko'rsanglar, pulinglarni ham ketkazasizlar, vaqtinglarni ham shu yerga o'tib ketgan bilmay qolasizlar. Bemalol men ayta olaman, O'zbekistonda o'zini yo'nalishiga ega bo'lgan treyderlarni Farruh aka. Endi Zayniddin batta bu kursda o'qidi deb aytisham jicha nima bo'ladi? Hammaga o'sha 1 oy, 1,5 oy vaqt ketayotgan bo'lsa, Zayniddinda o'sha tajribasi, boshqasi bozordagi anchadan beri savdo qilib kelayotganligini hisobga men o'ziga ham aytganman. 1-2 hafta sizga bemalol yetadi. Bitta ko'rib olsangiz, bitta keragini olib olasiz degandim, xuddi o'sha narsa bo'ldi. 2 haftani ichida to'liq ko'rib chiqib, bir qator haligi обновление, ya'ni telefonga yangi bir nima chiqadi, programma chiqqanda obnovit qilib yuboriladi-yu, shunaqa yangi qo'shimcha nimalar qo'shilib, biroz yangilab olindi. Ya'ni qo'shimchalar bo'ldi.
Shunaqa bilmaganlarimiz ancha narsa bor, baribir bo'ladi, o'rgandik. Ancha manfaatli bo'ldi. Bo'lyapti hozir. Shunaqangi gaplar, kimdadir savollari bo'lsa, nima qilamiz? Umumiy kurs qancha vaqt davom etadi debdilar. Bitta javob berib qo'yay. Umumiy kurs 1,5 oy deyilyapti, lekin agar odam ko'pchilik bo'lsa, masalan 5-10 ta odam bo'ladigan bo'lsa, mana bemalol vaqtim yetadi. 1,5 oy ichida haligilar bilan tez ishlab, tezda bozorga olib kirib ketalaman. Lekin odam ko'p bo'lib ketadigan bo'lsa, unda 2 oyga cho'ziladi. 2 oy bo'lib qolishi mumkin. Gapingiz bo'linib qoldi. Assalomu alaykum. Bemalol. Assalomu alaykum. Farruhbek, yana o'sha kurs haqida yana so'ragim keldi. O'sha endi bo'lishi mumkin bo'lgan kursda bunda ham depozitda pul bo'lishligi shart qilinadimi? Yo'q, bunda faqatgina bilim beriladi. Hech qanaqa shart yo'q. Yaxshi. Bunda shart yo'q. Bunda o'sha bilim oling, tavsiya beriladi. Ya'ni qanchadandir summadan boshlasangiz mamnaqa ishlang yoki bo'lmasam hali pul yo'q, lekin 200-300 dollar solib boshlab turaveraymi deydiganlarga yo'q, undan ko'ra prop shot oling deb shunaqa yo'nalish berib yuboriladi. Rahmat. Sog' bo'ling. U individual dedi, u 10 ming dollar shotida puli bo'lsa, nima uchun unaqa qilganman o'zi shuni ham tushuntirib ketay. Atda kurs narxi masalan juda ko'pchilik biladi. Narx yuqori bo'lganligi uchun men endi vaqtimni sarflaganman bu joyda, vaqt berilyapti. Bu kursni tugatgan odam, aytaylik, kurs tugatgandan keyin 2-3 oyda ichida bunday savdo qilib, bozorda o'rganib, mana shu pulini chiqarib olsin degan ma'noda. Ya'ni kirib masalan kursda o'qigan odamga 0.5 yoki bo'lmasam 1% risk bilan ishlanglar, oshirib yormanglar degan joyimda qimmatga o'qib qo'ydimman, tezroq shu narsani chiqarib olay deb bir ikkita savdosi o'xshasa, riskni ko'tarib yormasligi uchun shunaqa kattaroq pul aytilinganki, stopiga 1%, ya'ni 10 ming pul bo'lsa 100 dollardan qo'yib ishlasa, o'xshamasa -100, o'xshasa +200, 300, 500 har xil holat bo'ladi. Shunaqa qilib ishlasin deyilgan ma'noda aytilingan edi u narsa. Orada bitta hozir Akmaljonni men bilaman, to'liq kursda ham pulini chiqarib olib, boshqa bola endi u paytda bozor shirin holatda edi, yaxshi edi. Lekin boshqalar ham hozir down trend holatidan baribir yarim oy yoki 1 oyda ichida xudo xolasa bozordan chiqib ketilinadi. Bemalol o'sha pul bilan individualda o'qigan pullarini ham chiqarib, daromadga ham chiqib ketadi degan maqsadda shu narsa aytilingan. Endi umumiy berilayotgan narsada ko'proq e'tibor unaqa depozit katta bo'lmaganda hisobga olib, chunki men o'zim juda ko'pchilikni qaytarganman, yo'q o'qitmayman deb. Ko'p odam yozgan, kamida 6 ta odamdi. Ko'pchilik yozgan, 6 ta odam yo'q o'qiveramiz nima bo'lgan taqdirda ham deganlarni qaytarganman. Yo'q, olmayman, 10 ming plyus bo'lmasa deb. Prop shotda ishlashlikka e'tibor qaratib yoki bo'lmasam o'sha 2-3 ming pul bilan ham sekin-sekinlik bilan depozitni ko'tarib, tajriba yig'ib, keyin kelajakda bemalol investitsiya topib ishlashi mumkin. Chunki bu narsani baribir o'rgatmasak, menga ham bo'ldi, Zayniddin ham aytdi, o'sha shotlarini 70% lab minuslarga tiqib yuborishibdi bolalar. Aytaylik, 1000 dollar puli bo'lsa, shotida 300 qopti degani. Shunaqa narsalar ko'p bo'lib ketayotgani uchun mayli taklif beraman. Qanchadir miqdorda talab bor, nechta odam bo'lsa ham farqi yo'q, odamning sonini. Talab bor, xo'p shunga yarasha bir taklif berib ko'raman. Taklif bilan talab bir-birini qanoatlantirsa, shu bo'yicha bitta ishlab ko'ramiz. Nasib xudo xolasa bo'ladi. Natijasini xudo xolasa o'qimaganlar natijasini keyin ko'raveradi bolalarda bemalol. Nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi. Plus individualdagilarda ham hammasinikini fikrini olib, o'sha o'qishni bitirganlarni YouTube'ga ham joylashtirib qo'ydim. Birorta kursda men hali bilmayman. Har bitta o'quvchidan bitta shaxsiy fikrini olinganligini. Plus yana bitta narsani men aytaman. Men bu umumiy kursda nechta odam o'qisa ham, o'sha aytganimdek 5 tami, 30 tami, 100 tami farqi yo'q. Har bitta odamdan shaxsiy nimasini olaman, fikrini. Har bitta odam kursda oxirida
nima bo'ldi, rozimi, norozimi, tushundimi, tushunmadimi? Man har bittasidan bir qator man o'sha umumiy savol beraman, bitta gruppa ochib turib shunga hamma o'zini yo video yoki bo'lmasam голосовой qilib iltimos otsivlaringni qoldirib qo'yinglar deyman. Chunki nima joyda xato qilgan bo'lsam biror joyda uni men bilishim kerak. Mana shu narsalarga imkon qadar e'tibor berib, endi bizda ham baribir balki xatolik o'tib qolishi mumkindir qaysi joyda. Shu narsani eshitsak, bilsak, to'g'rilab ketamiz. Chunki men o'sha aytganimdek, bu menda birinchisi bo'ladi. Men unaqa kursga unaqa to'liq e'tibor berib boshqa qilgan odam emasman. Endi bir marta birinchisi bo'ladi. Bu narsa ko'ramiz. Ya'ni tajriba tomonidan emas, tajriba tomonidan o'sha kuratorlik qilib yurgan paytlarimiz bor, shogirdlar chiqarganmiz. Tajriba nimasidan biz bemalol qilinaveradi. Lekin umumiy holatdagi kurs endi birinchi marta bo'ladi. Individuallar anchadan beri bo'lib kelyapti. Shogirdlarimiz bor. Anchagina bu Akmaljonlar tanimaydigan shogirdlar ham bor. Ular alohida o'zlari savdo qilib yurishadi. Xo'sh, agar savollar bo'lmasa, o'sha soatimiz bizda ham 10 ga qarab ketib qolyapti ekan. Efirni zapisga qo'yganman, agar zapis yaxshi bo'lgan bo'lsa, xudo xolasa joylashga harakat qilaman. Endi menimcha bugun emas, ertaga bo'lishi mumkin. Agar savollar bo'lsa, berib qolinglar. Efirni 5 daqiqadan keyin tugataman. Farruh aka. Oke. Propshot olsa, agar nimadan o'tib, imtihondan o'tib, o'sha minusga kirib ketsa, qanday vaziyat bo'ladi? 10% minusga kirib ketsangiz, yana boshqatdan imtihon topshir deydi. U kuyib ketadi, yana boshdan o'tiladi. Ha, yana boshqatdan imtihonga pul to'lab, yana imtihondan o'tasiz. Kuyganimiz faqat o'sha $130 da o'sha kuyganingiz o'sha bo'ladi, ha. Uyingizga uchastkavoy kelmaydi, boshqa bo'lmaydi. Hali birorta odamdan pul olib zarar qilib qo'ysangiz, hali yozdi bo'lib ketadi-yu. O'shanaqa narsalar bo'lmaydi probda. Shunchaki 10% minus qilib qo'ysangiz, shu sizdan olib qo'yadi. Boshqatdan imtihon topshir deydi, bo'ldi shu xolos. Qulay tomoni ko'p ekan. Ha, qulay tomonlari ko'p, yaxshi. Bu prob o'zi bizda hali uncha tushunib yetgan yo'q odamlar. Propshot bu juda zo'r narsa. O'zingizni depozitingizni aytaylik 5000 pulingiz bor deylik yoki 10000 pulingiz bor deylik. Xo'p, o'sha 10000 ingizni o'rta muddatli investitsiyalarga kiritib qo'yib, propshotni olib kunlik treytlarda ishlatavering maza qilib. Nariyadan kelayotgan pul u ham kelib qolaveradi. Bu o'xshab qolsa, bu ham pelyusga chiqaveradi. Ha, baribir analiz bitta qilasiz-ku, shunchaki propshotga ham bunday kirib turib sotib olish qolyapti xolosda. Chalg'itmaydi. Bitta analiz bilan ikkita savdoga birdan kiraveramiz. Bemalol kiraverasiz, bemalol ishlayverasiz. Rahmat aka. Xo'p, sog' bo'linglar. Yana bitta savol qabul qilaman, agar bo'lsa, keyin shu bilan iloji yo'q, xayrlashamiz. Keyingi efirlarda gaplashamiz keyin, xudo xolasa. Savollar bormi? Xo'p, menimcha savollar yo'q. Efirni tugatsak bo'laveradi. Akmaljon, xudo xolasa ertaga gaplashamiz. Zayniddin ham battami yo chiqib qoldimi bilmadim. Ertaga xabarlashaveramiz, xudo xolasa. Xo'p, aka. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Savdolarga hammaga omad. Doim riskni kontrol qilinglar, oxirgi gapim bu efirdagi. Riskni kontrol qilsalaring, o'sha 1-2 yillik o'sha tajriba ham bir kun yig'iladi, o'sha katta pullar ham topiladi. Investor, bitta narsani tushuninglar. Investor odam sizni win rateingizdan ham ko'ra birinchi bo'lib riskingizga qaraydi. Qancha risk qiladi bu o'zi deydi. Mana pulimni bersam qancha riskovat qiladi bu deydi. 10 ta savdodan 9 tasi o'xshayaptimikin yo 6 tasimikin demaydi. Masalan, siz bittasida win rate
90%, bittasida 60%, lekin 90%lik riski dabdala bo'lib yotibdi. Lekin 60%lik win rate'likda risk bir xil, stabil 1 yoki 0.5%, yarim foiz. Bunaqa ketadigan bo'lsa, shaxsan o'zim ham nariga 60% win rate qiladigan odamni tanlayman. Prop shot imtihonidan ham xuddi shunaqa. 90% win rate qiladigan, risk kontrol qila olmaydigan, nimadir bo'lib imtihondan o'tib ketsa, baribir savdo qilayotganda o'sha katta riskni orqasidan shotni minusga tiqib qo'yadi, oldirib qo'yadi. 60% win rate bor, lekin nimaga zo'r qarab yuradigan odam, risk management to'g'ri kontrol qiladigan odam birinchi yoki ikkinchi imtihondan o'tib ketib, stabil ketma-ket oyma-oy savdolardan foyda qilib, foydalarini yechib ketiladi, xotirjam bozorda oladi. O'shaning uchun ham risk management doimiy hamrohlaringiz bo'lsin. Ular shunaqa gaplar. Hammaga rahmat. Xudo xolasa efir zapisida nimadir muammolar bo'lmagan bo'lsa, men kanalga bugun bilmadim, endi ertaga joylashtirib qo'yaman. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat kattakon. Sog' bo'linglar. Rahmat sizlarga ham.